Assalomu alaykum Uyg'ur aptiligi ko'rurmanlari. Programmamizga xush keldinglar. Mehmet To'xtatov beni programga xush keldingiz. Rahmat, sen hoş geldin. Unda olsa programmamiz boshlab ketamdiq. Agar ta'kidlaydigan bir narsangiz bo'lmagan bo'lsa. Ta'kidlaydigan başka narsa yok, lekin ko'rurmanlarimizdan o'zi so'raymiz bu hafta vaqtida. Bir vaqtida chiqarmadik. Sizlar chiqarib vaqtda boshqa ishlar sababidan bugunga qoldi. Yana bir oldimizdagi haftami chiqarmasligimiz mumkin. Ben safarda bo'lib qolaman oldimizdagi hafta. Şirkette Avrupa'da seyahat ve yığın faaliyetleri bulunur. Şu an çıkışlı tirişimiz ama belki bir çıksam yeni bir şirkette çıkaramayı kalışımız mümkün ama mühim mezmunlarını bu çeyremde halkarada bulup ötken mühim işlerini kiyimki sanlarda ulap yetkülüşke tirişimiz. Senin başka qo'shib qoldirim bo'lsa Degandek kutib ketsak bo'ldi. bizni qachilib etishinglarni, mushtari bo'lishinglarni, hani keyin bizga yurak berishinglarni, madad berishinglarni har doim o'xshash umid qilamiz. Unda biz programmamiz boshlab ketaylik. Oldin qapti mushu oyda nima yaqidimiz mushu o'ttir sharq pek qizyapti. Yani biz bunu 3. taraf noktasından qaraganligimiz uchun şoňaylyk qizyapdy yoki bek jang bolýapdy ya unda bunda dep o'tirgan seviyede gap qilamiz. Bunun demde bunu qaysi tarafda oylap turib düşünsеңler, özüňler düşüngen bu düşünsеңler boldy. Şoňaylyk biz iki tarapniki nima qilgan yetersizlik ve yeterlik taraflaryny taň bayan qilib beryapmiz. Bunu başka oynanmaz. Özüňler elbette biz nima hata düşünüyorsanlar xalamaymiz. Şu an İstanbul buldu. Evet, doğru. Nima endi şu İran bilan İsrailyanınki nimasi bek jiddiyleşip ketibdi. Hem onun üstüge İsrailyanmı bu nimeninki nurgun adamlarını öldürüp etken boldy. Hamas'ın adamlarını öldürgen boldy. Onun qarta bu Hizbullah'nınki liderlerini öldürgen boldy degендek. Ama bu İran taraf naiti bir nisbeten bir keng kölam hücum qozgap bir qarşılık bildirmegende. Hem de bir dövlet buluş süpütü bilen özünki dövletning ayrim bir nemesi var hem de yüz abroyu var. Bunu hem de qoğdaş kerek boludu her qanday dövlet kichik bolsun. Hem de bu qitim şu 1 oktyabr yani seyşembe günü İran İsrail'e keng kölamda bir bombardıman qilgan bir ahvol boldy. Yani bu bazı görünüşlerde bazılık demir kubbelik tömür qalqan demdik. Bunun bilan tosib elinganligim bolmady. Bazı bombalarning tushganligi. Yani İran tarafniki nurgun mesela nurgun yerni bombardıman qila olganligi to'g'riliq xabar chiqqan bo'lsa, İsrailya buni to'sib olganligi to'g'riliq xabar chiqaradi. Yani o'zininkining ayt kuchli ekanligini bildirdi. Bu normal ahvol. Bunu bir o'ttir hollarga 3. taraf bo'lganligimiz uchun 3. taraf şekilde bir tushuntirib beramiz buni. Oldu. Sen degендek biz aldığın kaptalik Uygur Aptilik programımızda da İsrailyanınki, İran'ınki, Orta Şerif'teki hem mühim ittifaklışı boğan Hizbullah'ınki yukarı kattan rehberlerini bırakman patlatıp öldürüp etkenlikini onunki İran'a nispeten bir canilan kılışı ekenlikini tilga algan edik. Eğer İran kaytırma zerbe verse o çağda bu uruşunki başlanış bu kaldıqanlığını bundaq bir vaziyetninki o'ttirg'i chiqishini mayli İran mayli Amerika xalamaydiganligini, ammo İsrailyaning xalaydiganligini so'zlab o'tgan. İsrailya İranni urushga so'rab kirish va shu orqali Amerikani urushga so'rab kirishni planlab kelayotgan bir davlat. Shuning uchun ig'vogarchilik qilyotdi to'xtamaychi. Ama İran'ınki ifadesi bunu belgileydi. Ama İran'ınki hava müdafiası
Nachar hava müdafiə sistemisi yo'qning o'rnida. Bundaq ahvolda İran İsrailiyəyə hücum qilmasligi mumkin, chunki İran urushni xohlamaydi degan edi. Doğru. E, Hem İran'ın tutumu şunda bu boğan demez mi? Özünü biraz besip algan, temkin alıttı bir nim bergen temde, bir Doğru. imaj temde. Şuna İran'daki qaytırım hücum qilish İsrailiyəyə jaraylanmış ihtimali qo'maydi, tuvan degan edik. Bu o'tgan haftadagi ahvoli qaraltirilgan muloyizamiz edi. Hamda bu haftaning 5'ida, ya'ni 1 oktyabr, İran İsrailiyəninki bu ig'vogarchiliklariga qarta keng ko'lamli boshqarilgan bomba etish orqali javob qaytardi. Xabarlarda deyilishicha 200 ga yaqin boshqarilgan bomba atdi. Bundan bir qanchasi İsrailiyəga tushdi. İsrailiyəga tushgandimi, İsrailiyəninki shaharlarga fuqarolar o'tiraq nuqtasi emas, Tel Avivninki sirtidagi Mossadninki markazi bilan, ya'ni İsrailiya istixborot tashkilotining markazi bilan u yerdagi bir harbiy bazaga tushdi. Bundan İsrailiya taraf zaxmi yemeganligini e'lon qilsa, baysan deb o'tgandek. Ammo İran taraf biz İsrailiyaga qaqshatqich zarba berdik degan shaklda xabarlarni tarqatdi va tantana qildi. Lekin bu yerda qiziqarli bir tafsilot bor. U bo'lsa-mu, İran bombani etishdan burun Amerika tarafga urush qilgan. Ya'ni Amerika tarafga biz İsrailga zarba beramiz deb qo'ygan. Buning ma'nosi tutuninglar, to'sibinglar degandan iborat deb tushunishga bo'ldi. Hem Tel Avivninki shahar markazlariga atmagan, balki u yerdagi harbiy bazaga atgan. Ya'ni İranninki İsrailiyaga bir javob bergusi bor, ammo İsrailiyaga ig'ir zarba bergusi yo'q degan bir uchurni chiqara olamiz bundan. Demak, İsrailiya oylardan buyon yig'ilib qolgan, xatolashdim, İran aylardan buyon yig'ilib qolgan İsrailiyaga bir javob berish ehtiyoji uchun İsrailiyaga 200 ga yaqin boshqarilgan bomba atdi. Ammo urushninki kengayib ketishining oldini olish va Amerikaning urushga kirishidan saqlanish uchun oldin Amerikaga xabar berdi va İsrailiyadan ig'ir o'lim yetimning bo'lishini xohlamadi. Bundan chiqarilgan uchur shu. Ammo İranninki yana bir bergan uchuri, men xohlasam seni uralayman. Sening harbiy bazalaringga atalgan yerda seninki shaharlaringga, o'ltiroq rayonlaringga bomba atalayman. Seninki mudofaa sistemang hammani to'sab qolmaydi degan uchurni bermoqchi. Agar İran haqiqatan İsrailiyaga ajallik zarba berishni o'ylagan bo'lsa, u chaqda nuqul harbiy baza qartishning hojati yo'q bu bir. Ikkinchisi, Tel Avivning atrofiga atmay, hozir Livanning shimoliga yig'ilgan İsrailiya askarlarini bombardimon qilsa-mu tamamen bo'ladi. Shundaq-ku. Doğru, doğru. Hozir İsrailiya armiyasi Livanga besib kirdi. Bundaq ahvolda İranninki bularga hujum qilmay, o'ziga yaqin yerga hujum qilmay, yaqinmi yiroqqa hujum qilishi, ammo hujumda İsrailiyaga ziyon bermasligi faqat buningki bir uchur xarakterlik yoki ko'z tish xarakterlik bir qaytarmizlar ekanligini ko'rsatdi. Buning orqali İran İsrailiyaga o'zining qog'oz yo'lbos emasligini, bombalarninki İsrailiya poytaxtiga baralaydiganligini ko'rsatib qo'ydi va o'zining ittifoqdoshlariga va dunyoga oylardan buyon jarohatlanib kelgan men qaytarmizlar beraman, bu mening qizil chiziqim, bu mening qizil chiziqim deb qilgan bayonlarninki bir javobini bergan bo'ldi. Ammo yana biz oldin qatta degandek, oldin qatta o'ttirg'a qo'ygandek, o'zininki urushga kirishni xohlamaydiganligini yana bir qatim isbotladi. Ya'ni İsrailiyaninki askarlarining, fuqarolarining o'lishidan saqlandi va bu hujumdan burun Amerika tarafini
xabarlantirib qo'ydi. Demek endi buna İran'a nisbeten aytganda xuddi olmagan bermagan bo'lgandek bir vaziyat shakllanadi. İran eğer İsrail'e qaytarma hücum qilmasa biz davomlashtirmaymiz dedi. Bo'ldi qilamiz dedi. Bevosita hücum qilish ishni. Ama İsrail'e bunu intayin ciddiye aldı. İsrail'e biz bununla qarshi zarba beramiz, qaytarma zarba beramiz da'vatidir. Bazı tahlilchilar bugün İsrail'e İran hücum qildi da'vatgan, ama hozirgacha biz unda xabarni topshirib olmadik. Chunki bugün Hamas İsrail'e hücum qilganligining bir yilligi. O'tgan yili mushu kunda 7 oktyabr Hamas İsrail'deki bir sanat faoliyatiga hücum qilish orqali bugünkü G'azzadagi qatlamning urushningki boshlanishiga o't yoqqan edi. Buningga bir yil bo'lgan kunda bugün G'azzadan yana İsrailga raketalar qo'yib berildi. İsrailning kuchlari G'azzani bombardimon qildi. Bu yerdeki urushlar davom qilyotdi, ama İran'a İsrailga bugün hücum qildi deyilgan tahlillar bor. Ama bugün amalga oshmadi xabarlarga qaraganda. Lekin İsrail'e cevap beraman deyotdi. Bu javobni qayerga beradi, qachon beradi, bu navbatdagi xalqaro munosabat tahlilchilari va iqlim masalalari analizchilari shundaqla bütün medyalarınki, taratqularınki kuzatish nuqtasiga aylandi, qiziq nuqtasiga aylandi deyishga bo'ldi. İran'daki yadro aslahalariga zarba berildi, nefret aslahalariga zarba berildi yoki İran'daki harbiy qo'mondonlari yoki yuqori qatlam siyosatchilarini qaslab o'ldirildi. Buni havodan boshqarilgan bomba etish orqali, ya'ni bombardımanchi aeroplanlarni avatish orqali icra qilindi yoki qaysi shaklda icra qildi, bu aniq emas. Ama yuqorida sanab o'tganlarimning hammasi yezilib, sizilib, so'zlanib, hozir o'tirib qo'yilayotgan o'xshamagan senariyalar. Agar İsrailga qaytarma zarba bersa, İran yana qaytarma zarba berishga majbur bo'ldi. Bu chog'da ikki davlat o'rtasida bevosita urush boshlanib ketadi degan andisha hozir hukmron o'rinda. Shunchalik xulosalayli bu. Aninkenden bazı neslen bazı bir suallan köygentim hem de bu şuna karta hem de şunu sorup nim kılaydı demem de mavi niminki hazır İsrail'inki bazı Rusya'nın alıqı gazarmalarına mı hücum qilgan bir ahvalla ne oqanda qaldım. Suriye'deki. Suriye'deki. Bu hem de 3. Dünya Uruşu'nunki başlanışı pilik bolamdı degan bir suallarni o'qigan bo'ldim. Bunun qanday qaraysiz endi? Bu resmi delillenmedi menimki kuzatishimcha. Hizbullah'ınki kural yarak ambarları joylashgan Suriye'deki Rusya bazılarını İsrail'e bombardıman qildi deb xabar chiqdi. İsrail'e taraf bu bazılarda Hizbullah'ın kural yarakları var deganini iddia qildi. Ama hozirgacha Rusya tarafdan İsrail'e bizninki bazımızda bombardıman qildi deb ne ayıplash, ne itiraf qilish bir bayonot kelmadi. Sen ko'rdingmi? Men ko'rmadim chiqdi. Men mi ko'rmadim, faqat işte. Demek Rusya tarafı bunu delillemeyen ahvalda bu Rusya'nın bazılarımız belki Esed'nin yani İsrail'e hatalaştım. Suriye hükümetinin ki erbi bazıları buluşu mümkün. Bilginimizde Suriye'de kozgulan başlanğandaki Esed armisi kozgulançılarının ki güçlü karşılık olduğu gelgen. En xatarli paytda qolgan vaqtda Hizbullah askar chiqarib bu yerdagi
qo'zg'olonchilarni bostirishga qatnashgan. Bundaqcha aytganda, Suriyadagi islomchi mujohidlar Hizbullah'nınki, yani Şia mujohidlar desak Hizbullah'ni, bularning bostirishiga uchragan. Çünkü bularning o'rtasida qon qisas bor. Bu Suriyadagi yurtdosh kuchlar bilan Hizbullah o'rtasida. Hı hı. Shunga ba'zi xabarlarda Hizbullah o'zining Suriyadagi qismlarini Livanga yo'tkalyapti degan bayonlar bor. Bunun ma'nosi bularninki Suriyada mevcut koşulları ve harbiy bazaları bor degan gap. Yoki qurol yarog' ambarlari bor degan gap. Shunga Isroilning bombardimon qilgani mushu tipdagi yerlar bo'lishi mumkin. Uning Rossiya bilan bevosita aloqasi borligi haqida hozirgacha faqat ba'zi bir iddaolar chiqdi, ammo dalillanmadi. Tamam. Davos bunun başıncık toxtulup duraylı. Hem de ikinci bir keyinki nim bolsa, sualım bolsa. Şu bu temada muhim so'zlaydi. Texnik buni xil uzun so'zlaydigan o'xshaymiz. Şu bu tushdigandek emas, yaqin kelgusida. yani xil uzun gaplashgandek turmiz demasmi to'g'ri. Hozir hem de qolganini oldimizda bir ko'rib baqsaq nemish bo'ldi. Hem de Mav Zelenskiyninki 5 nuqtalik g'albi planining tafsiloti. Yani seyşembe gün Amerika'da prezidentiga nima Kamala Harris bilan ko'rishib, men yaqinqi bir necha haftalik Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushidagi g'alabalarni bir tasvirlab so'zlagan bo'ldi. Yani keyin bilginimizdek bu necha vaqtdan yoqi mudofaa holatida turyapti o'tgan nimalarda. Keyingi qitimda Rossiyaga hujum qilgan bo'ldi. Ba'zi yerlarni tortib olgan bo'ldi degandek ishlar bo'lyapti. Yani keyin bu nimadan aktiv holat o'tdi bular hozir. Hamda buning nimasi bu yer nimalar so'zlab o'tildi, buningdan nimalarni ko'rib olishimiz mumkin, shuni nimga asosda bir tahlil qilamsiz. Sen şu Zelenskiyning 5 nuqtalik g'albi plani degan nima demoqchi u? Shunday. Zelenskiy yaqinqi mezgillarda, bir 2 oydan buyon men urushni oxirlashtirishning planını tüzüp koydum. Eğer garip devletleri beni kollasa, bu planımı kollasa, ben urushni qisqa bir muddat ichida oxirlashtirdim ve oxirlashtirgandimi Ukraina'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın g'alabasi bilan oxirlashtirma deb so'zlab kelgan, va'da etib kelgan. Bu qatim bu planını Amerika seferinden Biden bilan, Harris bilan, Kamala Harris bilan, Trump bilan kurashgan vaqtlarda buni o'ttirib qo'ydi. Endi biz Zelenskiyning bu 5 nuqtalik g'alabiyat plani yoki g'albi plani nimalarni o'z ichiga oldi degan savolga javob bersak, Zelenskiy haqiqatan bir artist asli, televiziyada komediya artisti. Bununki bu o'ttirib qo'ygan planlarimi ahamiyatda shunday bir g'oyibiy g'oyibiy intayin iddioliq ideal bir plan endi. Buni reallikda tatbiqlash menimcha oson emas. G'arb davlatlarining ichida ba'zilar qabul qilganmish anglashlarga qaraganda, ba'zi davlatlarning rahbarlari. Ammo umuman qabulga erishishi tasdiq o'ylayman. Lekin rost degandek, agar uning talabini urilsa, bu urush g'alabali oxirlashadiganligi qiyin. Nima desam, bu 5 nuqtalik g'alaba planininki birinchisi deydi Zelenskiy, NATO bizga a'zolik taklifnomasi evasin deydi. Birinchi qilib. Yani NATO'ni urushga so'rab kirmoqchi-da bu yerda. NATO bizga a'zolik taklifnomasi evasin deydi. Ikkinchisi, Yevropa ittifoqiga bizni darhol qabul qilinglar deydi. No'tgan. Üçüncüsü, Irak musafirlik başkurulan bombalarını aymay birimler deydi. Koymay onu. 10 tal, 20 tal verip arkadan yeni tasıklayımız der. Canını sıkmay.
şakşak biringlar deydi. To'rtinchidan, bu yirik musofirlik boshqarilgan bombani faqat Ukraina ichida ishlatsa deb cheklama qo'yib olmayman. Rossiyaning ichki qismlariga yetishga ijozat beringlar deydi. Ya'ni men Rossiyaningki ichki qismlariga Moskva, Petersburg har qaysi shaharlarga yetaveray buni deydi. Hozirgacha Amerika tarafınınki, Avrupa tarafının koygan çekilmesi belgen kurallarını fakat Ukrayna zemini içinde işletiş. Bulutma yirak musafirlik kurallarını. Çünkü Rusya taraf bu kurallarınki öz çigrası içinde işletilişini özlüğü can ilan kılganға beraber de karaydı. Amerika ve NATO tarafından çok. Doğru. Ve bununla yadro kuralı bilen cevap verimiz de tahdisevatıdı. Şuna garip bunundan ihtiyat kılıp ruhsat vermeyi atkan. Hem de beşincisi nima dese, kurallar vermeyi bizge pul birimler deydi. Ukrayna'nın iktisadını canlandırış için bizge köprek dolar birimler deydi. İktisadi yerde. Bana bu şu 5 talabını urulsanlar, ben uruşunu çakmak tizligide ahırlaştırman, ahırlaştırgandı mı Rusya'nın mağlubiyeti, Ukrayna'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın g'albisi bilan ahirlashtirmayman deb mushu planiga g'arb davlatlarini qoyil qilishga urinyotdi. Yig'inchoqliga vaqtda Zelenskiyninki 5 moddalik g'alba plani mushu. Unda olsa bununla yana ikinci bir sual tug'ildi. Bununla qo'shilish ehtimolliği qanchalik sizce? Menimcha qo'shilish ehtimolliqi ba'zi moddalarga qo'shilish ehtimolliqi %50 ehtimolliq. Ba'zi moddalarga faqat yo'q. Masalan, NATO'ga a'zo bo'lsin degan modda bu urush NATO urushga majburiy kirsin degan gapchi bu. NATO chaqiriq emasmi degan gap. Ukraynani bugun NATO'ga oldim, ertasi NATO urushga kiramdi. Buni xohlamaydi. Chunki NATO bir harbiy ittifoq. Uningki a'zolarini qo'g'dashdagi asosiy taktikasi tahdid va hayva orqali qo'g'dash. Hargizmi urush orqali emaschu. Doğru. Ukrayna allaqachon urushga kirib bo'lgan. Urushga kirib bo'lgan bir davlatni qo'g'dayman desa, urushga kirish kerak. Shuni NATO deydi, avval Ukrayna urushni to'xtatsin, Rossiya bilan g'alaba qilsin, yengilsin, nima bo'lsin bir tinchlik kelishini tuzsin. Ondan keyin bir chegara ayrilgandan keyin biz Ukraynani NATOga olsak olayli. Shu vaqtda ondan keyin mavjud chegara bo'yicha chegaraning amalligini saqlash vazifasini ustimizga olayli deydi. Ama urush ichida turayotgan ahvol ostida biz NATOni olsak bevosita urushga kirib qolamiz deydi. Çünkü bu bence buna imkaniyeti yok. Eğer Amerika'da Trump sayılır kalsa tekrar imkaniyeti yok. Bu xil talabning çok. Hem de Avrupa İttifakı'na eliş meselesi gelsek belki buna ihtimallığı var. Ama Ukrayna'nın hazır bütün devlet organları palet alette yeterlik işlemeyotganda bu Avrupa İttifakı'nın ki ölçemlerini kanda saklaydı, alaydı, onu keçirim kılandı. Bu bir sual belgesi. Bu mu tez belki %50 ihtimallık var. Üçüncü noktaya gelsek, başvurulduğun bombalarını köklep veriş. Dördüncüsü, bu bombalar koygan çeklimini emelden kaldırış. Bence bu buluşu mümkün. Çünkü hazır bazı devletler, mesela İngiltere'ninki bunu qo'llayotganligi haqida xabarlar bor. Amerika buni qarshitiryapti. Amerikani qayta qilishga inglizlar urinyapti degan xabar chiqqi bir necha oy bo'ldi. Bir qism davlatlar buni qo'llayapti. Bir qism davlatlar qo'llayapti deganning ma'nosi balki asta-asta ishlash shu tarafga qarab taraqqiy qilishi mumkin. Rossiya yaqinda Ukraynaning bir shahrini elib oldi. Navoda Rossiya davomli ilgarilasa,
Şerif'te. O çağda Ukraynaga koygan çeklimini emelden kaldırıp Ukraynaga köplep başkurduğun bomba teminleş ve bu bombalarını Rusya'nın iki kısmına işte icazet veriş ihtimallıkta yukarı. Yani 3. 4. talep icra kılınış ihtimallıkı yukarı imkaniyeti var talepler. 5. iktisadi yardım. Bu mu imkaniyetli. İktisadi yardımını emniyeti bu biri vatı doğadır Avrupa, Amerika. Ama siziniz ki zor miktarda bir onlardaydı. Bunda az demez çok. Ama elbette onun digindek bir pul alışına dair hem bununki ölçümü mü yok. Yine kumancı pul yapmak kımallık. Şu an 5. talepini mu nispi alda icra kılınıdı da karışık buldu. Önce 1. 2. tarafındaki icra kılınış ihtimallıkı ait tüven yok diyerdik. Ama 3. 4. 5. talepler icra kılınışı mümkün. Buna ihtimallıkı çok. Çünkü 3.'süden 5.'si emniyette buluvatkan. Fakat onunki hacmi miktarı biraz az. Yani garip Ukrayna'ya Irak musafirlik başkurduğun bombalarını biri vardı. Ama Zelenski deydi, izçil köklep birimlardaydı. Daha yerden biri vardı, 5. talep. Ama teslim köklemlardaydı. 4. talep bazı müzakerede üstelde. Yani bu Irak musafirlik başkurduğun bombalarını Rusya'nın ki iki kısmına işletişte ruhsat kılış. Bu azlıkı üstüde tartışılatkan mesele. Bence bunu hal kılalışı mümkün vaziyet çıkarıp. Ama 1. 2.'si bu hakikaten Avrupa Amerika'nın noktasına etmekte xatarlik. 1.'si bunu NATO'ya eliş, bir vasıta NATO'ya uğraşıp soktu diyen gep. Ukrayna elbette bunu halaydı bolsa. Kilip uğraşını NATO kılsa Ukrayna'nın yükü yengileydi mi? Doğru. Ama bunu NATO talep halmaydı. İkincisi Avrupa İttifakı kılış. Ukrayna'nın Avrupa İttifakı aslında uçakta ya Avrupa İttifakı'na eliş taleplerini, ölçemlerini emelden kaldırış gerek. Bunda kılsa bu bir yaman örnek bu kalıdır. Çünkü Avrupa İttifakı'na kirmekçi bu Allah için ya ki başkaları için. Mesela Türkiye 2014'ten bu yan bu soğuğunu saklap duruvatıdır kiremmeyi için. Doğru. Türkiye'nin koyup Ukrayna'nın asakancılık mentikılık kimlik haykılavaydı mesela çok. Hem Ukrayna'nın hazırki berbat vuruş altındaki iktisadını Avrupa'ya kandak birleştirileydi Avrupa iktisadi sistemi söyleyeyim çok. Bence bu emelge aşmaydı. Avrupa İttifakı demişsin Ukraynalıklara alayda muamele kıldı 3 yıllık yeşil karta yol koydu. Benim bilişimce uğraş başlanğandan keyin ularga ayrım viza keçirim kılış degandek nurgun işlerini kıldı. Menimce bir vasıta Avrupa İttifakı eliş nöbetdeki vaziyette. NATO'yu da oylayayım. Fevkalade bir karar veren emri Ukrayna'ya bir itibar kılmayı kalsa. Tamam. Hem bununla bence muşunca ihtilayla. Yani aldığımızda killerde teqinbek. Şu Şikeliye vakitte tügmegendikten bu näsle yani toxtalsak buldu. Hem de 10. ayının 1. günü şu Xitayninki dövlet quruluş bayramı boldu hem de Komünist Partiyaninki. Xitayning dövlet bayramı bizning muattam kunimiz. Şundaq. Hem de bunun qarta dünyada türlük qarşı namayişler, yig'ilishlar degandek bo'lib o'tdi. Hem de bu hem de sizce yeterlikmi yoki bundan mı yaxshi qila olamdiq yoki bu chog'da mesela davani yoki bizningki dunyoga anglatmoqchi bo'lgan narsani boshqacha bir shaklda qilib bo'lamdi. Buni chiqishga asosda bir to'xtalib o'tamdiq. Devlet 10. ayının 1. günü Xitayning dövlet bayramı. Xitay bu günde özününki mustamlik sırasındaki Şarkı Türkistan olsun, Tibet, Mongoliya, İçki Mongoliya. Bu rayonların hemisi de özününki bu rayondaki mevcutluğunda xuddi qazıg'uvchi bir ilahdek qazıg'uvchi bir kuchtek ko'zitib tantana qiladi. Özününki Xitoy xalqiga bo'lsa yangi Xitoyni qurg'uvchi bir kuch
Konu Xitay yeni Gomindan yoki Çin sulalisi devridagi Xitoydan qutquzuvchi qilib tantana qiladi. Bu yillardan buyon davomlashib kelgan bir ish majbur holatda davlat tarafidan. Amaliyotdan Xitoy Kompartiyasini mayli Xitoyga nisbatan bo'lsin yoki boshqa mustamlikasidagi xalqlarga nisbatan bo'lsin bir ofat. Xitoy Kompartiyasi qurilib taki 30 yilgacha bu xalqlarniki ocharchilikda qilishini, qutqunimi to'yg'izolmasligini bevosita keltirib chiqargan asosiy omil Xitoy Kompartiyasiniki boshqarish jihatdagi iqtidorsizligi, chirikligi va zo'migarligi, tuzum jihatdagi qoloqligi. 80-ci yillardan keyin Xitoy Kompartiyasi bu jihatdagi o'zining xatoligini tunib, bu şekilde davam kılamaydıqlarını tunib ketgandan keyin G'arbningki kapitalistik tuzumni sotsializm nomida yo'lga qo'ydi. Bundan keyin G'arbning kapitalizmi Xitoyningki mustabid tuzumi va shuning bilan birlikda ta'minlagan arzon emgak kuchi natijasida Xitoy davlati taraqqiy qilib bugungi holga keldi. Xitoy iqtisodiningki bugungi holga kelishida asosiy omil G'arbning kapitalizmi, Xitoyningki mustabid tuzumi va shuningdan amalga oshgani va yoki shu ta'minlagan arzon emgak kuchi va mustabid muqimlik. Shu narsalar Xitoyningki bugungi iqtisodiy kuchini amalga oshirdi. Shunga Xitoy Kompartiyasiningki o'zini xuddi Xitoy xalqininki yoki mustamlikadagi xalqlarningki qutqaruvchisi sifatida tasvirlashi tamamen tarixiy faktlarga, reallikqa uyg'un bir narsa emas. Shu davlat bayrami, Xitoyningki davlat bayrami mezgilida bizning vatandami yurt-yurtlarda Uyg'ur xalqini, o'quvchilarni, o'qituvchilarni Xitoyningki bu davlat bayramini majburiy tabriklashga silayotgan ahvollarni ko'rdim. Bu biz vatandagi chog'lardagi qaraganda texmi belki qizil tus olgan. Ya'ni burun ba'zi milliy alayliklarmi gavdalanadi, ammo hozir tamamen Xitoycha qizil hem Xitoy an'anasi, kulturini aks ettirgan, hem Xitoyningki ideologiyasi, kommunizmni aks ettirgan naqshlar, qiyofatlar bütün ko'chalarni, mahallalarni yig'imiz oldirdik, bir olgan ahvol mavjud. Hamda chet eldagi vaziyat buningki tamamen aksi. Xitoy Kompartiyasi Xitoy ichida tantana qilayotgan bir paytda chet ellarda mayli Uyg'urlar bo'lsin, Tibetlar bo'lsin, Mo'g'ullar bo'lsin, Xitoy demokratlari bo'lsin va dunyodagi boshqa kishilik huquq adolatni yoqlovchi shaxslar, tashkilotlar bo'lsin, Xitoyga qarshi namoyishlar bilan va faoliyatlar bilan tamamen o'xshamagan bir manzilni yaratdi. Masalan, Xitoyning qaysi davlatlardagi elchixonalar oldida Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa Xitoy zulmga uchragan kishilar namoyishlarni uyushtirdi, xil faoliyatlarni tashkilladi. Biz Uyg'urlarni Xitoyningki bu yeni atalmış bu yeni davlatiningki mustamlika siyosatininki zulmga uchragan va hozir bo'lsa buningki irqiy qirg'inchilikqa taraqqiy qilganligini o'z ko'zi bilan ko'rayotgan bir millat bo'lish bilan bu kunni o'zimizga nisbatan bir motam deb bilib, har yili Xitoyningki elchixonalar oldida namoyish qilib keldik. Endi bu xil faoliyatlarni o'tkazish kerak endi, ammo bu xil faoliyatlar xuddi har yili bir qatim o'tkaziladigan muqimlashgan harakatga aylanganlik uchun buningdan uchur berishdan ortiq bir natijaga erishgan bo'lmaydi. Ya'ni Xitoyda uni tantana qiladi yoki Xitoy elchixonalari o'zininki yaqin yo'riqlarni yig'ib tantana qiladi, biz unga qarshilik qilamiz. Ya'ni vaziyat dunyoga ko'rsatadigan narsa, Xitoy taraf men yaxshi qilyapman deganni ko'rsatadi, biz yo'q, yomon qilyapti deganni ko'rsatamiz. Bu yerda har ikki tarafningki asosli qiladigani uchur berish, maydonni bildirish. Bu namoyishlarni qilish bilan
Bundan artık netice erişkin olmaydı. Bu namoyishlarni kılmaslık bilan hech bir netice erişkin olmaydı. Şuna bu işler hem de bu şekilde devam kılış gerek. Sizin sualınız degan de başka şekilde takım yaxshi qilish degan ishlar ancha u boshqa sohaning ishlari, boshqa vaqtniki ishlari. Bir to'g'ri bir ishni tashlab qo'yib, yana bir ishni qilishning hojati yo'q. To'g'ri ishni to'g'ri vaqtda qilamiz. Yana bu birinchi ay 10 ayning birinchi kuni qiladigan namoyish to'g'ri ish. Buni qilamiz. Boshqa qilish tegishli ishlar boshqa chog'da, yana boshqa vaqtda qilamiz. Oldu. Tushunish bo'ldi. Endi keyingi bir mushu nimamizniki programmamizniki mushablik eng muhim nuqtasidan birisi endi. Türkiye, İsrail'ninki, İran, İsrail'e ciddiga alıp qilish nimasi bormi? Masalan, Türkiye'ninki bu qitimqi nishon biz bo'lishimiz mumkin. Keyingi nishon Turkiyami? Keyingi nishon Turkiyami? degan bir nima qilib o'tganda bizdan savol so'rag'anlar bo'lgan, uningga biz javob berishga fursat bo'lmagandi. Bu İsrailning urush qachon tugaydi, Turkiyada jang bo'lish ehtimolligi bormi degandek savollarni so'ragan. Biz uningga javob berishga vaqtimiz yetmagandi. Uning qiziq nuqtalari jiq bo'lganligi uchun. Endi bugun ashunga javob berishga bir fursat tug'ilibdi deymiz endi. ish narsilik keyin qolmay shu cho'g'im vaqtida bo'ldi degandek endi vaqtida qilgan bo'lib turgan shuni chiqish qilgan asosda bir nima ochiqlimi beramsiz? Aldı bilan kesib shuni aytish mumkin. Keyingi nishon Turkiya emas. İsrailya har qancha bo'lsa-mu Turkiyaga hujum qilmaydi. Bu oldingi eskartadigan söz. Endi Erdoğan undaq bo'lsa, Turkiyaning Cumhurbaşçılığı nimalar keyingi nishon Turkiya deydi. Deyish mumkin. Türkiye'nin meclis, Büyük Millet Meclisi'nden başlıklı bu sözünü tekrarladı. Erdoğan bu yakında bir neçe sorunda İsrail'ini toxtatmasa, onunki keyingi nişanı Türkiye dedi. Ben bu sözlerini tamamen Türkiye'ninki içki kısmı kartılgan dep qarayman. Erdoğan'ınki bu xil sözlerini çok. Xo'sh. İsrail'nin keyingi nişanı Türkiye bo'lişi natayin emas, asla mümkün emas. Bununki sebeplerini selturup oturup koyayım. Ama Erdoğan'ınki İsrail'e karşı duruşta güçlük buluşudaki amil emniyette İsrail'in tutaştığını bekleyerek, yani İsrail'e karşı hareket kılıştığını bekleyerek, içki kısmındaki sayılıgıçılarınınki kömürünü tutuş ve yüzündeki iktisadi siyasetlerininki mağlubiyetini yuşuruş. Çünkü İsrail'e tırlaş, nefretini, gazabını İsrail'e buraş, bu haksız. Vikalık, yani Uygurca aytqanda çok, pul ketmeydi bununla. Ama Türkiye'de halkın turmuşunu yaxşılaş, liranın kıymetini aşırış, iktisadını canlandırış, bu işlerin hepsi dolar gidiyor, pul gidiyor. Ama Erdoğan'ınki bu katımlık vazifeye teyinlengenden keyin, yani Cumhurbaşlığı bo'lgandan keyin yürgüzgen iktisadi siyasetlere asasen cep ilgirleş atıl kalanmadı. Hazırki Maliye Ministri Mehmet Şimşek'ninki yürgüzgen yolu koygan toğra siyaseti bilen pul pahalılığının ütüşü tizgirlendi. Yani 30 etrafında geldi hazırlıca dolar ile liranın kıymetini bir de 30 ama düşüremedi. Yani yakın kelgüsü de mu düşürgandek emez.
Türkiye'de hazır acayip derecede kişiler turmuşta tinglawatıdı, kinçilik kurulawatıdı. Hem de bu yerde asas İsrail yani kıllaştığın başkaca çağrımı kalmadı. AK Parti'nin kolunda. Bu birinci amel bence. İkinci amele gelsek hem de Palestin yer bile yaksan buldu. Nakon. Palestin yer bile yaksan buldu. Yani İsrail'e Palestin'i yer bilen bir kılı, tüz bir etti. Bütün dünyadaki İslamcıların ki aldı da kıldı bunu. İran siyasi İslamcıların ki Kur'an dövüktü, inkılap arkalık. Bunu aldı da kıldı. Türkiye siyasi İslamcılar 20 yıldan bu yana hakimiyet turvatkan bir devletten aldı da kıldı. Bunların hemisi bunu harap Kürüş'ten başka bir iş kılamadı. Yani Türkiye'nin Gazze'nin ki bombardıman kılmışını, yer bilen bir kılmışını fakatla köyde, harap dedi. İran mı harap dedi? Gel kılıçtan başka bir iş yok. Yemen, Suudi Arabistan mesela. Bunların hepsi harap türde hem de. Meyle Arap olsun ya İslam olsun. Hem Malaysia, uyardım siyasi İslamcılar hakimiyetine başta. Hepsi harap türde, bir iş kılanmadı. Hem de bunlar, üzgün ki bu mağlubiyetini, ama şunda hayacan sözleriyle yine bir iş kılınırdı hangi. Bunun bir cevap veriş gerek halkıga, tıpırlavat kalıpını, koldan gelişçi tirişivat kalıpını gösteriş gerek. Bunda kalmasa ulanı kollagan Müslüman halk uladın gumanlaşıp başlaydı da bunlar Yahudileri işlevatan da bu bizdeki rehber dahi de saydıqlarımız emniyette yarastılı Amerika'nın ki İsrail'in ki hizmetini kılıvatan da bunlar bizne kulutiş için bizne terpileş için üstümüzge keltirilgen kişiler bu diyen soğanı soraştı başlaydı. Ama bunun cevap veriş için bunların hissiyatını besiş için bu şunda sözlerini kılışka mecbur da boylayma. Meyle İran olsun, Türkiye'deki AK Parti hükümeti olsun, Malezya'daki Enver İbrahim hükümeti olsun bula. Şuna bu sözler bence işki siyasetine asas kılgan ama İsrail'e Türkiye'ye hücum kılmaydı. Türkiye'ye İsrail'e hücum kılmaydı. Bununki sebebi gelsek bunun sebebi Türkiye NATO'nun azası Türkiye 48'den bu yan İsrail'e olan münasebetine yaxşılap gelgen bir devlet. Türkiye'nin ki bugünkü Palestin'e sahip çıkıp İsrail'e olan karşılaşıp gitişleri bu AK Parti'ye mezgilliğe nispeten bu fakat bir istisna. Yani vakitlik iş. AK Parti'ye hükümeti neçe ayını aldığı için İsrail'e bilen boğan sorduğunu dayıtlık şıkkılıp gelgen halkındaki hayazdor besin bilen bu sorduğunu aşkarı üzgerlikine çakarlıdı. Ama Yuşur'un kılvatı da diyen iddialar var. Bilmeyiz, onu teşhir edebiliriz. Küçüğümüz yok. Ama AK Parti'ye cim hakimiyet gelgende o Yahudilerle, bulup Amerika'daki Yahudi lobileriyle naydı yaxşı münasebet olmuş arkalık uzunki hakimiyetine müstehkemliğe. Şuna İsrail'e bilen Türkiye'deki münasebeti Erdoğan bilen Netanyahu'nunki münasebeti de ondan naçar enes. Anlatan bize ya. Anladım. Yani Erdoğan bilen Netanyahu oluşup vakırışıp geçişleri mümkün ama İsrail'e dövdüler, Türkiye'ye dövdüler münasebeti bundan açar enes. Bunları ittifaklaştırdığı Amerika'dan ibaret her işkilisindeki çoğun akılları var. Gerçi İsrail'e NATO'da bulması mı? Ama İsrail'e Amerika'dan bir ittifak dışı. Türkiye NATO'daki ittifak dışı. Yani bunların oturusunda müressel kıldığın, yaraştırdığın nurgun anılardı.
Bu bir. İkinci biri nöbetdeki vaziyette Türkiye'ninki bu, İsrail'ninki bu birbirinden vuruşup neticeye erişebilecek ahval yok. Birbirini izleyemeydi. Bu mevcut hazırki kurulmada berbat bolgandan keyin andın amalga oshadigan bir senaryo. Türkiye NATO'da bo'lgan muddatcha amalga oshmaydi-da. Shunda Türkiye NATO'dan chiqqan taqdirda yana Amerika İsrailning keyinda turgan muddatcha Türkiye qanday İsrailga teng keladi? Kelamadi. Şuna Türkiye kalmaydı bu yine. Hani İsrail'e gelsek, İsrail'e Türkiye'ye hücum kılandı. Keyinki nişan Türkiye mi? Mesela bayram değil otlandı. Natay. Natay benim mümkünçülüğü yok hazırki gün tertipte. Hazırki halkara vaziyette. Belki 10 yıldan keyin, 20 yıldan keyin, 50 yıldan keyin ne şey oldu bilmeyiz. Ama nöbetteki halkara gün konjüktör deyimiz bu Türkçe'de. Vaziyette bu Natay'ın. Çünkü İsrail'deki hazır bağ yok. Yani özünün bexaterligini saqlash, etrafidagi bexaterlikni saqlash. G'azadan raketda etilayotgan bir İsrailya, Livandan raketda etilayotgan bir İsrailya, Yemendan raketda etilayotgan bir İsrailya, İrandan raketda etilayotgan bir İsrailya bor. Bu İsrailya ham da u yetmagandek Türkiye hücum qiladi. NATO'nun ittifaqlaşı olan Türkiye hücum kılandı. Bu hiçbir harbiy stratejiye tutmaydi. Şuna İsrail'ninki hazırki asaslık remi yüzüge düşman deb qaragan G'azadagi Hamas, Livan'daki Hezbollah, Yemen'deki Husiylar ve bunlarınki hemisininki teşkillegüçüsü ve kollugüçüsü olan İran'ı bir taraf kılış. İran'ı yıkılış. İran'ı yo'qotish İsrail'ninki asosiy nishon. Agar Türkiye İran bilan bir safda turib İsrail bilan urushga kirsa, u chog'da İsrailning nishoni ayrilishi mumkin, ammo bundan tayin Türkiye hargizmi İran bilan turib İsrail bilan urushga kirmaydi. Çünkü biz bildiğin Türkiye Amerika'dan Irak'la bombardıman qilish uchun bazılarını içip bergan. Bugün İsrail'ni qo'llash uchun o'zining harbiy bazalarini, istihborot urug'larini o'rtaq ishlatayotgan bir Türkiye. Şuna bu Türkiye hergizmi İran'ni deb İsrail'den urushga kirmaydi. Türkiye'ninki o harbiy qo'mondonlari, stratejiyachilar o kadar kalvanız, o kadar dökemez ki. Türkiye'ye girmeyen müddetçe İsrail'e hergizmi Türkiye için. Hoy bala. Bizning Assalomu alaykum. Qarindoshlar, to'g'rim uzilib kelib. Nimeniki Türkiye'ninki nimesi ayaqlashdi bo'g'ay hozir deb bo'ldik biroq. Endi endi nimeniki Xitoyning bir o'g'li bo'lgan hisobda. Ya'ni bizning vatanninki naqaqatin ilikini, qinni bir sho'rab kelayotgan bir nima bor endi. Davlat bilan birlikda bu sen Bingtuan. Yani Bingtuan'ın 70 yıllıkını 70 yıl bo'libdi hamda. Bu biz haqiqatan buni bizning qinimizni sho'rab kelayotganini bilamiz. Ammo buningga bir nima bagash
biraz uçup içpegen asasda bunu bir düşündürüp beremiz. Bu yıl Bingtuan'ın 70 yıllık kurulganlığının Bingtuan 1954'te tesis kılıngan. Asaslıkı bizden vatan besilişka kelgen Xitayning askerlerinden teşkil tapgan. Xitay Kompartiyasi özününki başçılıkıdaki, özünün rehberligideki Xitay Xalq Azadlık Armiyasini bizden vatanga evetkendan keyin ve Xitayda umuman urush to'xtab davlat qurilgandan keyin bularni hem ishg'ollashtirish ehtiyoji tug'ilgan, hem chegaraning bexatarligini saqlash ehtiyoji tug'ilgan. Shuning bilan Xitoy bu qurolli askarlarni ishlab chiqarish armiyasiga, ishlab chiqarish armiyasi degan bir qalpoq ostida, to'g'risi bizning vatanga yerlashtirishni qaror qilgan. Shuning bilan bizning vatandagi asosliqi yerlik xalqlar bilan to'qnashmaydigan shaklda, ama stratejik halda bularni yerlashtirgan. Masalan, Shixanza yani shimolda Maytaq qatorliq Uyg'urlar yoki qozoqlar yerlashmagan, ama nefit va kan boyliklari mo'l tuproqlarni ularga ta'sis qilgan. Ondan keyin bizning vatanning janubidami har qaysi diviziyalarni o'rinlashtirgan Qashqarga, Xotanga. Ama bular boshda buni o'rinlashtirgan vaqtda birinchidan Xitoyniki bu rayondagi mustamlikchiliginiki kapaltı süptede, yani qo'ziq süptede o'rinlashtirgan. Agar kunlardan birida Uyg'ur xalqi yoki bu yerdagi boshqa xalqlar birlashib Xitoy mustamlikchiligiga qarshi qo'zg'olon ko'tarib qolsa, ularni bostirishdagi eng avangard oldingi saf qilish uchun ularni yerleştirgen, stratejik şekilde yerleştirgen. İkinçiden yenidən besib kirgan vaqtda bular tehi Uyg'urlar ve başka milletlerge avtonomiya va'dasi bergan ve ularni damalaqqa uyg'otib qo'ymaslik, qo'zg'otib qo'ymaslikni o'ylagan bo'lgan. Chunki ikkinchi Cumhuriyetning rahbarlarini va o chog'dagi kishilarni aram besib turib, o'ltirganini o'ltirib, hamda shu qolganlarni har xil mansablar bilan aldab, go'llab bizning vatanni ig'ib oldi emasmi? Bundaq vaziyatda hamda kishilarni texmi qo'zg'amaslik uchun yerlik kishilardan yiroq cho'l deb qaraladigan chet yerlarga yerlashtirgan. Bunda qilish orqali kishilar bilan bo'lgan munosabatda ziddiyat chiqmaslikni asos qilganda, yoki texmi to'g'risi uyg'otib etmaslik, qo'zg'otib etmaslikni o'ylagan. Endi Bingtuan ya'ni Xitoyningki ishlab chiqarish qurilish armiyasi bizning vatanda Xitoyningki mustamlikchi kuch ekanligining eng ro'shan ifodasi. Eng ro'shan ifodasi. Chunki u bevosita Xitoy markaziga qaraydi. Avtonom rayonlik hukumat ularni boshqarmaydi. Bular başta deyilgandek yerlik xalqlardan ayrim o'rinlashtirilgan bo'lsa-mu, ammo bu g'oyat zo'r giganit bir hayvonga aylandi yillarning o'tishi bilan-chi. Bular 50 yillardan 80 yillargacha asosan harbiy shaklda davom qilgan muqimlik saqlashdagi asosiy kuch bo'lgan bo'lsa, 80 yillardan keyin bu bizning vatanninki boyliqlarini bulaydigan, yer zaminni egallaydigan asosiy kuchga aylandi. Qarasang butun zamin boyliq va zamin shularning qo'lida. Bara-bara Uyg'urlar bilan suv manbasini talish kurashiga kirdi. Chunki
ular o'zidagi rayondagi yerlarni hayazdor ko'lamda ochqanligi uchun bo'z yerlarni bu teriqchilik ihtiyacı ve bununla ketadigan su yetişmeslik ahırda yerlik xalqlarniki, mesela Uygurlarniki yoki Kazak başka milletlarniki şıltıvatkan sularını tatip ediş derecesiga berib ketdi. 2014'lar kelganda, yani ben vatandan 2016 chiqdim, shu undan burun ahvolni bilmayman-da. Xatolashdim. Undan keyingi ahvolni bilmayman-da. Bizningki Xotanda u qachon Bentuan bilan yerlik suv talashadigan holat kelib bo'lgan. Ammo Bentuanning suvi cho'qim kapolatga ega edi. Ularga suv to'xtamay oqatdi. Yerliklarning suvi bo'lsa kesiletdi. Agar Uyg'urlar Bentuanga ayrilgan suvdan azroq ishlatadigan ish bo'lsa, darhol ularni saqchilar tutib sulaydi, jazolaydi. Ammo yerlikninki suvlarini Bentuandagilar ishlatalaydi. Yani şu kadar haksızlık qilish darajasiga berib ketgan. Hatto shu gapni olgan bir Uyg'ur ayol o'stangdan chilakda suv atganda Bentuanning saqchilari kelib shu suvni to'ktirib atgan. Bu bizning suyimiz sen ishlatilmaysa debchu. Bazı rayonlarda mushu tufaylidan ciddi uğraşıqlar, bunlarla Xitoy taraf Uyg'urlarniki yashash doirasiga mudohala qilganlikdan kelib chiqqan to'qinish deyish o'rniga milliy bo'lgunchilik yoki terrorlik yoki diniy asabiylik degandek oqmas bahonalar bilan yana gunohni yerlikka, ya'ni Uyg'urlarga otish shaklida bir talab qilgan. Kimki ahvollarni sama bilsa, Doğru. bu ishlar keyin bara taraqqiy qilib, lagerlarning qurilishiga, irqiy qirg'inchilikqa taraqqiy qildi. Demak, bu Bentuan Xitoyningki bu Sharq Turkistondagi bu rayondagi asosliq mustamlikchi qo'shuni, mustamlikchi kuchi, ham bir vaqtda ham harbiy kuch, ham siyosiy kuch, ham iqtisodiy kuch, ham puhraviy kuch. Bular endi bu yurtda mundaqcha aytganda Livandagi Hizbullahga o'xshash davlat ichidagi davlat, avtonom rayon ichidagi avtonom rayon bo'lib yashaydi-da. Diqqat qilsam, Amerikaningki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatlik jazolash qonunlaridami Bentuanningki nurg'un organlari bor. Bentuanningki saqchi idoralari, Bentuanningki ba'zi shirkatlari. Chunki bular burun Uyg'urlarningki zaminlarini besib olishga, suvlarini tortib olishga bevosita qatnashgan bo'lsa, bu irqiy qirg'inchilik boshlangandan keyin yig'ilish lagerlari qurilgandan keyin Uyg'urlarni majburiy emgakka o'rlashtirish o'tirg'i chiqqandan keyin Uyg'urlarni bevosita ekspluatatsiya qilish boshlagan. Masalan, ularning kontrolidagi zavodlarga o'rlashtirilgan Uyg'urlar. Ondan keyin ularning kontrolidagi turmalarga sulangan. Yani Bentuan aslidagi Uyg'urlarni qo'zg'atib qo'ymaslik siyosatidan hozirgi tamamen Uyg'urlarni bevosita izish, bostirish oldiga taraqqiy qilg'icha o'tgan 70 yil bu. Yani Bentuanningki 70 yillik Xitoyningki Sharq Turkistondagi mustamlikchi siyosatininki 70 yillik mundaqcha aytganda. Endi men azroq qo'shib qo'yay bunga. Bu Bentuanninkini agar Bentuanga o'xshaydigan bir qurilish tarixi desak, Sovsovninki vaqtlargacha olib o'tgan bo'ldi. Buningki siyosat bek ismi o'zgargan bilan siyosat bek o'zgargan narsa emas. Masalan, Sovsovning davridami yengilib qolgandan keyin ma'lum bir бүлік qo'shinni ekilib, siz hamda ma'vu Volladni qilib qolgan, ya'ni Şilyang degan gap shu hamda g'arb degan gap qilib bizning vatanning yoki nimqa vaqtlar Vollarning yerini ashyadan bo'ziya ichib teriqchilik qilib bizningki ma'vu orqa sabni qo'g'dab
aşyanın muqimligini qo'g'dan. Anikeyin bu yerdagi g'ollarni bu yerda ot beqib, mundaq qo'y beqib, mundaq ovchilik bilan shug'ullangan odamlar teriqchilik qilib, ezib, mush harakatni bilan shug'ullangan hamda bu binkdan bilan oshniki hech qanday bir farqi yo'q hamda. Aslında ma'lum askarda ash vaqtim askar yana. Bu bularniki Xitoyniki nima qilgan bilan siyosati bir o'zgargan yo'q, ismi o'xshamaydi, ammo ishlatish nima qilish jarayoni asosan o'xshab ketadi deb qarayman. Hollanda Eee, devrindeki ahvaldan haberim yok. mhm, Hollanda devri belki uzun, jirak tarihi devir. O devirde bugünkü biz bildiğin Xitaylar, Banıtı, ular bizim rayonga şu çağda mı tecavüz kılgan mı, ya hükümranlık kılgan mı buna haber nesleyemeyiz ama Çin sulalısındaki ahırkı yıllardan sen degende ki Çin koşullarındaki bizimki vatanda yerleşkenlik hakkındaki malumatlar var. Doğru onun devam edişi buldu. endi buni 15-ga to'xtalib tursak, Hı hı. eee, mushu mushu yaqinda masalan, mushu 5 sentyabrmi? Dünya Şərq Türkistan Qayrındaşlar Şurası, Milli Birlik Şurası yığını boldu, Mağrib təşkilatı tərəfindən. Yəni Şərq Türkistan, Şərq İstanbul'da. Dünya İstanbulda. Bu da bu yerdəmdəliqə hər il nima qilib ötküzülüb kelyapti-da, xatolaşmagan bolsam. Bu yerdə bir yenilik boldimi yoki bizga nima qilgan başqa vaqtlarga qaraganda buningki qanchalik yaxshi yo qandaqroq ta'sirlanib keldi? Nimalar bo'lib o'tildi? Buning bizga bo'lgan foydasi nima? Shuni bir to'xtalib o'tamiz. Aldı bilen bu faaliyet hakkında azırak düşünce bireyler benimki bilişimçe Türkiye'deki Mağrip ve Terakkiyat Cemiyeti, Mağrip ve Hemkarlık Cemiyeti. E, Bunun şu Kırındaşlık uçturuş şeyler yılda bir katın faaliyet ötküzüp gelgen dünyanın arka yerlerine özüne kollaydıgan, özlüden hemkarlaşalaydıgan kişilerini çağırıp bir 2 gün ya 3 gün yığılışı şu yerde bazı liselerini anlat, ondan keyin bazı işlerini muzakere kılıp şimdi davamlaşıldı. Keyin bular bununla Milli Birlik Şurası dep yeni bir yığını birleştirdiğim buldu. Şunun bilen şu bu yılkısı belki 5. katım bu değil mi? Milli Birlik Şurası'nın ki. Yani Dünya Şarkı Türkistanlıklar Kırındaşlık Türkiye ve Milli Birlik Şurası. Bu iki yığını birleştirip durup her yılda bir katım ötküzüp geldi. Ötken yıl İstanbul'da ötközgen. Onun aldığın yılı Bosniya'da ötküzdü o değil mi? İsimli kılıçça. Bu katım yani İstanbul'da ötküzüldü. Şu 5. sıradan 7. sırada. Bugün ahırlaştı bu yığın. Benim de hazırlıkçı ben yığın katlaşmadım ve bek keng ko'lamda teşvik kılıngan bir haberlerini görmedim. Fakat İstiklal Televizyası'nınki yığınınki başlangıç hakkındaki haberlerini gördüm. Ondan başka Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin reisi ve katiplerinin içtimai taratqularda ilan kılgan resimlerini, uçurlarını gördüm. Hani ko'rgan manzilga qaraganda, resimlarga qaraganda bu yıl qatnaşquchilarniki soni haqiqatan nima jihatdan, ya'ni chet elliklarninki ko'plab qatnash jihatdan ko'p bo'libdi. Bo'libmi shu Sharq Janubiy Osiyolardan, ondan keyin O'rta Sharqdagi islom davlatlaridan xeli ko'p kishilar kelganda qiladi. Qarasam Arab chiroyi yoki bo'lmasa Sharq Janubiy Osiyolik chiroy kishilarniki soni xili bor. Ya'ni xalqaro jihatdan yaxshi bo'lgandek ko'p kishilarga echilgandek qildi. Yani burun o'zimizdan ichidagi kishilar bilan ilib boradigan holatdan bugungi boshqa jamiyatlardan, boshqa davlatlardan kelgan kishilarni quchoqlaydigan bir atmosfera shakllanibdi. Bu jihatdan ilib aytganda ilgirlash bor deb qarayman.
Endi bu kadar yig'indan konkret bir natija sorsam ben ko'rmadim, bilmedim. Çünkü yig'indagi oxirgi xitobnomalari yoki yig'in oxirida ilingan qarorlar natijalar haqida bir narsa uchratmadim. Balki men yetarli izlanmagandim yoki ular uni ratlab e'lon qilib bo'lolmagandir. Şuna to'g'risida bir narsa demayman, ammo ko'rgan manzaraga qaragan chog'da manzara burunga qaraganda sal xil. Burunga qaraganda chet elliklar boshqa yapılmadan kelgan kishilarniki sonining ko'pligini ko'rsatadi. Menimcha buning o'zi bir ilgirlash, chunki o'zimizning dardimizni o'zimizga anlatib o'tish bu bir ilgirlash emas bu. Şuna bununla başkalarınki katılışı bir ilgirlaş değişikliği buldu. Hani bu yığındaki her yıl vakti kararında her yıl bir katılım ötküzülüşü mü bu yaxşı işte olayma yani üzülüp kalması. Elbette bununla iktisadi cihetin yardımda gücü olur çünkü izçilik intayını oyun. Bilişimce bunu Türkiye'deki insani yardım cemiyetime, İHA'ma şula götürüldüğü deyme bularınki çıkımını iqtisadi jihatdan yordam beruvchi o'rin izchilligini saqlay olsa, bu xil yig'inlarni o'tkazishda faqat insoniy tirishchanlik va tashkillash iqtidori talab qiladi o'tirdi. Bu ishlarni qilish jihatdan ma'rifat jamiyatidagilarniki xillar seviyasi bor deyishga bo'ldi. Tashkillash jihatdan, ondan keyin ishlarni o'rlashtirish jihatdan yildan yilga sifatli bo'layotganligini ko'ryapmiz. Şuna konkret natija to'g'risida aniq bir narsa demayman, ammo bu xil yig'inlardan pek cho'ng natija chiqmaydi. Buni tushunishimiz kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozirgacha masalan misol beraylik, Uyg'ur munbiri deb Yevropada, Belgiyada bir qatim o'tkazdi, Yaponiyada bir qatim o'tkazdi. Bu ma'rifat jamiyati bu xil yig'inni har yili bir qatim o'tkazadi. Undan boshqa Uyg'ur akademiyasining bu xil shakldagi yig'inlar bor. Ya'ni agar konkret naqd bir natija kutadigan ish bo'lsa, bunday bir narsa chiqmaydi, chunki bu muhokama yig'ini, yig'ilish. Bu yig'ilish degandan chiqadigan natija asosan abstrakt bo'ladi. Kishilar tanishadi, uchrashadi, masalalar o'tirib qo'yiladi. Ammo hal qilinmaydi. Çünkü yig'inda hal qilolmaydi uni. Buni amaliy kuching bo'lishi kerak, ijro qilish kuching bo'lishi kerak. Bu yerda faqat kelgan kishilar sana taklif fikri beradi. Buni bunday qilsanglar, buni bunday qilsanglar deydi. Ammo sen uni qilolmasang, u yana shu yerda qoladi u gaplar. Agar qila oladigan ish bo'lsa, u chog'da uni hal qilish chorasi o'tirib qo'yilgandan keyin hal bo'ladi. Ammo bo'lmasa abstrakt Sharq Turkistonning ozodligini qanday amalga oshiramiz, Xitoyga qanday taqobil turamiz, Uyg'urlarni qanday ushlantiriamiz degandek temalar hamma yig'inninki o'rtaq temasi bu. Mayli unda dunyo qurultiyi aytsin, ma'rifat jamiyati aytsin, akademiyadagilar qilsin, kim qilsin. Asosan bu shu qiliplashgan temalar ichida davom qildi bu ishlar. Bu işlerden hem de konkret bir narsa çıkmaydı çünkü bu temaların özü bizim boyumuzdan aşkan temalar, gücümüz yetmeyatkan temalar. Eğer gücümüz yetse her yıl bir katım yığılıp sözleşip oturuşuna oynağa onu kılıverken bulattık. Hal kılıverken bulattık. Şundak mı? Doğru. Ama diğer 20. asırın 5'teki nesilleri 21. asırı geçen hal olmayan millet. Dünyada elbette bizga o'xshash boshqa millatlar var. Yani biz bugünkü bazı meselelerimizden kullanmalar pakşayımız ama Ana Yurt romanını yoki Uyg'ongan Zimin iz romanlarını okusak 20. asırın 5'tekilerine o'xshash meseleler yok. Yani yüzyıllarca olmayan meselelerimiz var. Elbette devrinin bizga bağın sırık kırtıp yükümüzü ağırlaştırırken meseleler var. Şu anda bu yığınlardan bu meselelerinki hal qilish choralari chiqishi mumkin, o'tirg'a qo'yilishi mumkin. Ammo u chorani qo'llanadigan kuchimiz bo'lmasa, uni ijroga qo'ya olmasak, yana o masalalar davom qilaveradi. O'tgan yilgi masalani yana kelaylikmi
Ya bu yıl müzakere kılımız, bu yılki meseleni kereyle müzakere kılımız, onun yeni sıkıntılıdı. İşte. Bunun dikin hem de inşallah bunday yığılışlarını bizge tigim bek paýdalyk bolup gidişini muş yığıl bir ümit kılymyz hem şu bir yığılış bilen inşallah bir el bolup Olmaydı gidýär onlar. gançy. He? Olmaydı. Meýlem Yığılış, sen. aslında yığılışlar emez, yığın bilen emez, küçükler kılışını bilsek. Yani kuş digenim bu yerden. Yani bizimki pulumuzdaki küçüğümüz eş. Yani pulumuz, yançıkımızdaki pulumuz, kallımızdaki bilimimiz, kolumuzdaki mesela her cihetten güç teşkili, güç iktisadi, siyasi güç, hukuk mesela. Bu emeli güç olmayı durup yığın bilen mesele olmaydı ama yığınsız mesele olmaydı çünkü içtimai meseleler şu yığılıp, müzakere kılıp, şunu oturup şundan devam kılgan gel. Karsan şu Biden mı toktuma yığın açıldı, Erdoğan mı yığın açıldı, Xi Jinping mi yığın açıldı. Biz mi yığın açmıyoruz? Şu yığınsız bir narsa hal olmaydı ama yığın bilen hal olmaydı. Çünkü bunu icra kılış gerekli. İcra kılgan gücümüzde aşıyoruz, yığında çıktım ama yığında maçımız şu. Meýlem sen. Bunu hem de müşinjik toktulaylı. Hem de Malaysia Baş Ministri Enver İbrahim'ninki, Mehdi'ninki programısı da mesela Uygur irqi qırğınçılık alaqadar bunun etiraf qılmaganlygy, yani red qılganlygy hakkında bir cevap berdi. Bunun hem de bazı teşkilatlarımız hakikaten Malaysiyaga qatnap atydy. Bular naýaty çoň bir galba kazandandek bir hawa isip atkandek görünüp lekin ama bu ýerde halk bilen hakikaten hökümetiniň başga bir näselerini ekenligini bu ýerde esip alaýmyz. Jemgyýetler bilen döwletniň hemde. Doğru. Her wagt nim kıp durup aldy. Oy bu döwlet başlygy bunda digen bilen halk unda emesmi o? Mesela her kandak bir döwlet olsun ýa-ki Saudi Arabistan ýa-ki Arap döwletleri bolsun. Mesela irqi qırğınçylyk etirap qılmagan bolsa, bir adam bunun qarta bir tıllygan bolsa, oy bu nime emesmi bu digen halk başga, döwlet başga. Toğra, halk etirap qılmaslygy mümkin, halk biz tarap duruş mümkin. Nim paýdasy bar halkyň biz tarap durgan bilen? Döwlet etirap qılmasa işimiz hal bolmady go mene. Şunda garap gep hemde. Hemde bunun qarta Kayıp kapsamında. yani her kata uçuraydigan bir mesele hemde bu halk başka, döwlet başka emesmi dep. Ama halkyň goldan bir iş kelmese bizge fakat belki bekrak istaşlyk kılalyş mümkin. Siyasi güç şekillendirenmese döwlet siyasi güç her kandak yardam nurgun näse şu döwletden bekrak geldi o halkyň goldan asasen iqtisadi yardam kelgen bilen siyasi yardam bekrak kep bolanmaslygy mümkin dep garaým. Şimdi bunun muşunu çıkışmış tuğan asasta bu adamınki gipini biraz nüqip bəsək. Bu neçə vaxtdan ayaq toxtuma qatnavatımız belki bir paydası Doğru sen olgan. diyendek ben de onu işleyen Uygur Tatbikat Merkezi Malaysia bağımı adam kanmadımki dep kaldım işte. Abdülhakim İdris Efendi ama ne çıkartın bağlı Malaysia'ya Endonezya'ya faaliyetlerini kıldı. Bundan başka Uygur kişilik hukuk projektidekiler veriyorlar. Dünya Hukuki Vakalı'nın yaki Özgürlük Vakalı'nın Ömer Kanat. Lakin bayan gepini kılgan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'ndekiler var, cemiyettekiler devamlı verip durdu. Bu yerdeki içtimai teşkilatlarla olan münasebet ornatıldı. Yani Malezya'da, Endonezya'da, Uyguristan'da yaki Amerika yığınlarda Uygurların gerçek sözleri bulunup kilnavatıdı. Bunların bağının ki hem de zihni yok. Sen diyendek hem de könerlik paydası bu mu dedi ona? Bulup mu devletin siyasetine tesir göstermedi. Mesela aldığım kadın Uygur teşkilat rehberleri bilen şu Enver İbrahim ya ki başkalar
Kiptalık faaliyeti körüşüp Uygurlarının derdini anlatıp kılgandan keyin ertesi bu deyme yoki ertesiga gözümüz İslam bir BDT'den toxtam imzalandı. PDT'da Uygurlarnınki meselesi ovoz qo'yilgan chog'da Malayziya hatto nima qilmasdan, ya'ni voz kechmasdan ovoz berishdan Xitoyni qo'llab nima qildi? Xitoyni qo'llab ovoz berdi deyman, esimda qolishicha. Yo'q, Xitoy bilan bir to'xtam imzolagandek yodimda bor deyman. Ertesimi aşının dikkin Bundan xabarim yo'q, lekin BDT'dagi nimada, anaqa BDT'ning Uyg'urlar haqidagi dokumenti masalasida bir ovoz qo'yish bo'ldi. Shu vaqtda Malayziya yana Xitoy tarafni qo'llagan xatga imzo qo'ydi deymi bilishimcha. Aniq esimda qolmabdi. Shu vaqtda hech bo'lmaganda Malayziyani tarafsiz qilishga undirmoqchi bizniki Uyg'urlar uchun, ya'ni bag'am faoliyatchilar. Ammo u jihatdami mag'lub bo'ldik. Uni amalga oshirolmadik. Bunun başqa Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining raisi Hidayatulloh Uzxon afandim yoki boshqalarniki shu Anvar Ibrohimning bilan ko'rishib Sharq Turkistonniki masalasi haqidagi dokumentlarni sunganligi haqidagi nima xabarlarni chiqdi deyman esimda qilishcha, lekin nima Anvar Ibrohimmi yoki Bahodir Muhammadmi esimda yo'q. Ikkisiniki qaysi, hatto shularniki ustidimi bularning degan materiallarning to'g'onligini, rasmlarni o'rtoqlashdi. Ya'ni bularning hammasidan ham shuni ko'ramiz. Bizniki Uyg'ur tashkilotlariniki yoki faoliyatchilarniki Malayziya, Indoneziyaga bog'liqligi, u yerdagi ommaviy sohaga ta'sir ko'rsatgan yoki ular u yerdan bir munosabat to'g'ri shakllantirgan bo'lsa-mu, ammo u davlatlarniki siyosatiga ta'sir ko'rsatmaganligi bu bir. Ikkinchi biri bu davlatlarniki rahbarlarininki Uyg'urlar haqidagi siyosatlarni Uyg'urlarning ahvolini bilmaganligidan emas, balki bilib turib o'zining davlat manfaati asosida chiqarayotganligi. Shuna bu yerda hamda Uyg'ur faoliyatchilardan buni ko'ngil bo'lmaydi. Agar ular hamda bir jon beqish uchun u yerga sayohat qilish uchun berib endi biz vatanning davosini qilyapmiz deb o'pki ko'z qarin setishdan yoki qarin ko'z o'pki setishdan undaq bir ishni qilmagan bo'lsa, samimiy davolam qilgan bo'lsa, ular tirishchilik qiladi. Ammo bu davlatlarningki siyosatchilari o'zining davlat siyosatini biz to'g'risidagi uchurlarning kamligidan emas, balki o'zining davlat manfaatiga qarab chiqarganligini ko'ra olamiz. Endi temaga kelsak, Anvar Ibrohimni Mahdi Hasan, davlat riyosatchi Mahdi Hasan hammamiz bilamiz. Ziyorat qilgan vaqtda u Falastin to'g'riliq, boshqa yerlar to'g'riliq bir muncha savollarni so'rab kelib, Uyg'urlar to'g'riliq savol so'rab, bu Uyg'urlar qilinayotgan zulmni, irqiy qirg'inchilik deydi. Siz buni qanday qaraysiz desa, men unday qaramayman deydi. Yani I dispute that deydi. Yani ben unda qaramayman. Ben bu haqda meniki boshqa qarashim bor degan ma'noda gap qildi. Yani demek Anvar İbrahim'e qaytib bu degan gap. Lakin biz ayrım kurashgan vaqtda Uyg'urlar bilan u buni e'tirof qiladi, rost Xitoylar sizlarga irqiy qirg'inchilik qilyapti, zulm qilyapti deyishi mumkin. Ammo mediani oldiga chiqqan vaqtda xalqaro sahnada bu so'zni deyolmagan gap. Chunki uning bedeli bor. Ammo Isroilga kelgan vaqtda deyolmaydi. Masalan, G'azada qatlam bo'ldi, qirg'inchilik bo'ldi debchi. Uyg'urlarga kelganda deyolmaydi. Sen bayram o'tganda Xitoy bilan tuzgan savdo kelishimlari falan bir muncha ishlar bor. Malayziya Uyg'urlar masalasida unchalar bir tarixiy pokiz davlat emas. Hozirgacha Malayziyaniki oz deganda 10 necha Uyg'urni Xitoyga rasmiy qaytarganligi haqida ma'lumotlar bor. Medialarga chiqqan, xabarlarga chiqqan. Shuni qanchalik odamni qaytardi bilmaymiz. Endi qiziqarli yeri Bahodir Muhammad ve onun hozirgi shogirdi yoki
Gerçi ikisi adır münasebetini načar bolsun. Enver İbrahim kendisi İslamçılar. Türkiye'deki Erdoğan ve onun partisi. Yani bu İslamçıların kendisinin ortak bir alaydılık işi o. Pakistan'ın İslamcısı olsun, Saudi, Malezya'nın olsun, Türkiye'nin olsun. Ortak alaydılık işi o. Palestin degende bar bakıraydıgan Uygur diye vakitte ya avaz içine çıkıp gitti ya ki aşikare Xitay'ınki depini çalıdı. Андaq bolsa ama abbayqı sual kelsek. Nim deymiz? Xalq bilan men qoyam azar to'xtaldim shuni teginbek ichib berem sizda hozir. Mushta gapga qanday qarashimiz kerak masalan? Xalq boshqa emasmi? Davlat degan davrda o lekin xalq boshqa deb Ya bu qaraymiz. gapni deyishdiki maqsad nima? Bu gapni deyishdiki maqsad qarash kerak. Agar xalq bilan davlatni bir qatorda haydab bir nima qilayotgan bo'lsak masalan, bu chog'da hukumat undaq bo'lgan bilan xalq ichida bizni qo'llaydiganlar bor, shunga yana biz ular bilan yaxshi muomala qilishimiz kerak deyilgan maqsadda deyilgan bo'lsa to'g'ri. Chunki hukumatninki siyosati bizga qarshi bo'ldi deb hamda xalq bilan bo'lgan munosabatlarga tamoman salbiy qaratilmaydi. Mesela Türkiye'de AK Parti'ye hükümeti hazır Uygurlar karşı siyasetine yaxşı yürütmeyotidu ama bunun bilan Türkiye cemiyeti de Uygurlar hakkındaki faaliyetlerini tamamen to'xtatib beradigan olmaydi da biz hozir universitetlarda o'qiyapmiz, ommaviy tashkilotlar bilan faoliyatlarni qilyapmiz, muxbirlar bilan so'zlashyapmiz masalan. Yani bu cemiyetninki qonun ramkisi ichidagi erkinligimizdan foydalanib yana ish qilamiz. Bu ahırda siyasi yollarga ta'sir ko'rsatishga kirishimiz. Lobbichilik degan shu hamda bu seni qo'llaydigan kishilarga lobbichilik qilishning hojati yo'q. Shu seni qo'llamaydiganlarga xizmat ishlab, uni seni qo'llaydigan qilishing kerak. Buning uchun uni bilan divas so'zlaysa, u vaqtda uni qo'llovchilarning idisini o'zgartirsa, avlod berib anaqa besim qiladi. Shuning bilan u majburan seni deganini qiladi. İsrailiyninki Amerikada qilayotgani shu. Amerika siyasi yolları ularning gapini anglamamaydi, anlamasa saylovchilarga yoki ularni mablag' bilan ta'minlovchilarga xitob qiladi. Ularni qo'lga kelib turgandan keyin ular berib deydi. Bu ishni bunday qilsam men sana yordam qilmayman yoki men sana bilet tashlamayman deydi. Andaki amal yo'q. İsrailiyani qo'llaydi. Shu bu maqsadda deyilgan bo'lsa, bu yerda xato bir narsa yo'q. Ammo navoda hamda qarısıga hissi halette bir kimlerini yaxshi ko'rib, bir kimlerini mahbub yor qilib bilish uchun ularga qarata hech qanday bir til tekkizgili bo'lmaydigan, tanqidligili bo'lmaydigan ulug'lab bilish uchun deyilgan bo'lsa, aqlash uchun hatta hech kim undaq emas dunyoda. Bir çağlarda Türkiye'de Erdoğan'ı tanqidlik olmaydı Uygurlar arasında. Vay bu degan ulug' pirim, hazratim, dahi rahbirim, xalqitimda kishilar ko'tarib yuradi. Bugun hamda shu chog'dagi Erdo'g'anni cho'ng bildiganlarmi o'zi iqomatini ololmay yoki soqchilar uyga besib kirib qo'pollik qilgan chog'da hamda to'nib yetib voy bu unchoq bizniki xalq tojib emas ekan Onu bir siyasetçiken bu. Siyasetçi degeniga siyasetçidek muomala qilsak bo'ldiki, ularga akamizdek, dadamizdek, unda qarindishimizdek muomala qilsak bo'lmaydi ekan deganni to'lib yetyapti. Shu masalaga shunday muomala qilish kerak. Enver İbrahim bir siyasetçi, Erdoğan bir siyasetçi. O yüzden ki hem siyasi istiqbolini, hem siyasi partisini, hem hükümetini o'ylab turib ish qiladi. Ondan keyin xalqini, davlatini o'ylab turib ish qiladi. Shu uningki bizni qo'llashi, bizni xushal qilsin, bunday hayajonlantirib etmaslik kerak. Bizga qarshi turishi, bizni ma'yuslantirsinmi, ammo umidsizlantirib etmaslik kerak. Bo'ldi buningda.
Muşincelik toxtlaylı. Hey Allah. Nime? Olmadı ben. Tası qayıl bolmadım ben. Meyle. Yazısını kaydı kaçtı vakit yok. Körmellen dep kaldım biz. Boldu. Bununla muşincelik toxtlaylı. Hem de Xitay elçisiniki BDT'de Şarkı Türkistan İslam Hareketi ve ilqi Macid Belgramma yani ilqi ötkende bir Belucistan azadlık Baluchistan Azadlık Teşkilatı mı? Şununla birleşip zerb beriş çağırqı. İpade hem de bununla biz ötkenden bir toxtagan muş doğruluk. Nime Şvetsiyada mı bir nime qilib bunun bir dasturxon selip degan nima doğruluk toxtamı. O da ışkıp Beluçlarga ait bir tema. Beluçlarga ait bir yig'in yaşqandek bir nimesi batdi. Uyg'urlarning qatnashgan. Belucistan Milli Kurultayı da bir teşkilat varken Bulaşık sayede 5. adımına yakın çakırıptı. Bununla Uygurlardan vekiller katmışıptı. Mesela Rahime Mahmut Hanım. Sahipxanlık qildi yani. Aldı bir programında. Bunlar Uygurlarla birleşip Pakistan'a takal oturuşu çakırıp kılgan o yerinde. Biz onu ötkenki sandı sözleşken. Yani de sana soğanı duygan bolsa ben başlayıp gideyim. Bu kadar hem de Xitay elçisi BDT'den Muşum Şarkı Türkistan İslam Hareketi bilen Macid Brigadısı'na birlikte zerbe beriş degan bir şuarını oturup koydu. Bu mening diqqatimni tortdi. Zorlab Uygurlarni Beluçlarga çatdı Xitaycha bu BDT yig'inida. Uzun bo'lgan Xitoy taraf bu Sharq Turkiston Islom Harekatini tilga olmay kelayotgan. Bu qatam hamda Macid brigadasi bilan buni tilga oldi. Macid brigadasi deganimiz shu Beluchiston ozodlik armiyasiniki Xo'sh. Hemen bir inkaz tushib ekan, o'qiyman deb to'xtab qoldim. O inkazga sal turib chiqdi. Macid brigadasininki o'tib qoldim endi. Adolan Macid brigadasi Beluchiston ozodlik armiyasiniki tarmoqi. Bular Pokistondagi Beluchistonda izchil qurolli harakat qilib kelgan bir tashkilot. Bular mushu yilninki 5'da Mart ayida deymek Xitoyniki 5 injenerga hücum qilgan, o'ldirgan. En yeni xabarda ben material tayyorlayotganda yo'qdi. Bugun kun tartibga tushdi bu. Bugun bu brigadaniki bir xodimi Karachi'deki aerodromdan chiqishdan Xitoy xizmatchilarininki Xitoy texniklariniki mashinasiga hujum qilib, ikki Xitoyning o'lganligi, biri yaralanganligi haqidagi xabar chiqdi. Buni Pokistondagi Xitoy elchixonasi e'lon qildi, qattiq aybladi. Aqidin bu tashkilotni buni e'tirof qildi. Biz ustimizga olamiz debchi bu ishni qildik deb. Yana mundaq aytgan chog'da bu Beluchiston ozodlik armiyasi va buningki tarmoqi bo'lgan Macid brigadasi deganlar aktiv qurolli hujum qilayotgan bir teşkilat, kurallık teşkilat. Bu Pakistan'da hatta Amerika'nın tizimindeki terörçü teşkilat bu. Çünkü bulan Beluchiston rayonundaki chet elliklerge hücum kılırken nokul Xitayga emas, bunun Yaponiyanınki bazı xodimlarga hücum qilgan tarixi bor ekan, shuni ko'rib qoldim. Bularning mantiqisi bo'yicha bo'lganda Beluchlarning zemini bu rayonni Pokiston besib olgan. Pakistan'daki bu rayonda besilishiga yordamlashgan, bular bilan birlashib bu rayonda kon ochgan yoki bu yerda qurilish qilgan har qanday chet elning shirkatlari yoki xodimlariga biz hujum qilamiz deydi ekan. Shuning uchun bular Amerikaning terrorlik tizimligida bor ekan. Hamda bu tashkilot bugun baydab o'tgandek Xitoyniki
bir mashina tertibi hücum kılıp içki Xitayning ulushini beni yanlışlık keltirib chiqiribdi va boshqa Pokistondagi saqchi harbiylarni yaralabdi. Endi kelayli BDT'de Xitayninki bu teşkilat bilan Uyg'urlarni chetib o'tirg'a qo'yishiga. Meni diqqatimni tortgan bir nuqta shu. Sharq Turkiston Islom harakati hozirgacha Xitoyga ajallik bir zarba berganini ko'rmadik. Mayli chet elda, mayli vatandaşlar. Bu teşkilatninki uzundan buyon ismimi Xitoy tarafından tilga olinmay kelayotgan. Ama Majid brigadasi bo'lsa, izchil şu yılın 5'ini tartib hozirgacha Pokiston va Xitoyning nishonlariga hujum qilib kelayotgan bir tashkilot Balochistonda. Bundan ahvol hem ideologiya jihatdan bu kesishmaydi. Bu Balochlar islomchi emas. Bular milletçilik tipidagi bir tashkilot. Oldin qatim bu to'g'riliq to'xtalgan bo'lmayman ismli bo'lsa. Türkistan İslam Partisi bo'lsa islomchi bir tashkilot. İslamchilik, siyosiy islomchi emas, jihodiy islomchi bir tashkilot. Endi bu ikkisini bir yerga akilish orqali Xitoy dunyoga nima uchun bermoqchi desam, menimcha Xitoy aktiv terrorlik hücumga elib berayotgan bir tashkilot bilan, ya'ni Majid brigadasi bilan pasif yoki bo'lmasa Xitoy nishonlariga hech qachon bir zarba berib tutilmagan, ama Xitoy izchil Uyg'urlarni bostirish uchun, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qonunlashtirish uchun to'xtamay tilga olib kelayotgan, ta'kidlab kelayotgan bu Sharq Turkiston Islom harakatini birlashtirishi, bu Xitoyninki Uyg'urlarga qarshi bostirish harekatlarini qonunlashtirish urinishi ve bunun ichiga Pokistonni ve başka Pakistan'dan ittifakdaşlarını zorlab çetiş ve şu orqali Uyg'urlarga tehmi qattiq tırnaqchida qonunliq şekilde zarba berish uchun deb o'ylayman. Chunki Xitoyninki elchisi BDT'dagi so'zida Sharq Turkiston Islom harakatininki BDT tarafidan terrorchi tashkilot tizimiga kirgizilganligini alayda eskartgan. Demisimi to'g'ri. Sharq Turkiston Islom harakati degan bu tashkilot 11 dekabr voqeasidan keyin Xitoy va Amerikaninki o'rtaq kelishishi bilan BDTninki terrorchilar tizimiga kirgizilgan. Shundan tartib Xitoyninki terrorlikqa qarshi turish degan efsonasi yoki hikoyasi dunyo tarafidan qabul qilingan. Onun aldığı bizdeki vatandaki karşılık hareketleri yoki bo'lmasa to'qinishlar, ziddiyatlar Xitoy tarafidan terrorlik yoki bölgünçilik, asabiylik va hokazo deb dunyoga jakalansin, ama xalqaro e'tirof qilishidir ishonmaydi. Ama Sharq Turkiston Islom harakati BDTning terrorlik tizimiga kirgandan keyin bu dunyoning e'tirof qilishidir işte. Çünkü Xitoyga qarshi eng chong kuch bo'lgan Amerika buni e'tirof qildi. Amerika 2021'de Mike Pompeo'nunki başçılığındaki Amerika Dışişleri İşler Ministerliği buna tizimlikten çıkarıverdi. Çünkü bunda bir teşkilat ya varken ya yokken, ya ki bu teşkilatın Xitoyga hech qanday bir amaliy tehdidi yokken, aksicha Xitoylar bu teşkilatni bahona qilib Uyg'urlarni bostirib o'tibdi. Shunga buni Amerika chiqarib o'tish kerak. Ayni vaqtda buni terror tashkilot qatoriga kirgizish xatoydi degan maqsadda buni chiqaryapti. Ama BDT chiqaryapmaydi. Sharq Turkiston Islom harakati hozirmi BDTning tizimligida terrorchi tashkilot, hatto biz yashayotgan Turkiyaniki terrorchilar tizimligida yana terrorchi tashkilot. Tizimlikda bormi yo'qmi uqmayman, ammo Turkiya shuni e'tirof qilgan shu vaqtda BDT g'azab bo'lganlik uchun, ammo Turkiyaniki chiqaryapganini anlamadik. Yani chiqarish degan bunda uyushtirib bo'lgan narsa emas, oshkora bo'lgan narsa. Ama Amerika çıkarıverdi. Ama BDT'den tizimlikde hazırım var. Şu an Xitoy elchisi BDT'den bunu ta'kidlayotdi. Bu menimcha hozir vatandagi kishilar pichoqni esib yurolmaydigan bir vaziyatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi elib berilib Uyg'urlarning asosiy qarshilik qilish kuchi qolmagan Uyg'urlar zor yashayotgan bir paytda qaytadan o'tirg'a qo'yilishi, ya'ni Xitoyninki irqiy qirg'inchilik haqidagi bayonlarni besish uchun
özünün hareketini kanunlaştırış için ve özüge yok tehditini payda kılıp Uygurlarını takımı bastırışıga asas yaratış için buluvatkan bir siyasi suikast dep oylayım. Gerçi Macit brigadasına okşaş Pakistan'a aktif karşılık kılıvatkan kişiler bilen birlikte bağlaş belki bazı kişilerini hayacanlandırışı mümkün ama reallıkla karağa vaktimizde bizdenki Şarkı Türkistan'da Macit brigadası yok. O yerde Belucistan Azadlık Teşkilatı okşaş bir aktif karşılık kılıvatkan güç yok. Ama Xitay muşunda tehdit bağ de Uygurlarni lagerga suladı, Uygurlarga qarşı qiyqirg'inchilik qilib bordi va mushuni dunyoga chiroyli ko'rsatish uchun, yo'lliq ko'rsatish uchun, ya'ni Sharq Turkiston Islom harakatiga o'xshash o'zi terrorchi tashkilot deb dunyoga satmoqchi bo'lgan, setish degan shu gapni setish endi, tashviqotni tunutmoqchi bo'lgan teşkilatlarını devamlı kolunu kilovatıdı. Yani teşvikat materyali kılıp, şunu bahane kılıp, iş kılıp kilovatıdı. Şunu bunun bir siyasi suikastınki purukunu iskıldım. Bu Xitay açısındaki aktif bir kurallık hareket kılıvatkan teşkilatlardan yani Pakistan'daki devlet bexatarligi ve Hatıcamkiga ciddi tehditler atkan bir teşkilatlardan bu Şarkı Türkistan'a okşaş Xitayga hiç qanday bir mahiyetlik tehdit şekillendiremeydigan yoki şekillendiremeydigan bir gevdini bir araya koyup durup bununla birlikte zarbe bireyli deb bunu Pakistan bilen bo'lgan o'zaro yig'inda emas, BDP yig'inda o'tirib qo'yishi bo'libmi bugünkidek Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ta'kidlanayotgan bir paytda Xitoyniki bununla qarshi keng ko'lamli teşvikat faaliyeti edip verip bunu yepiş için toxtumay yılıkta seyahatçilerini, ziyaretçilerini, atanmış ziyalilerini yoki muhbirlerini çağırıp bu yerda qiyqirg'inchilik yo'q diye da'vat qilgan bir paytda bunu o'tirib qo'yishni. Siz so'z beribman. Yana bo'ldi. Endi mavu bir gap qilib qoldimmi? Men to'r uzilib qolgan vaqtda so'z aytib qoldim bilmadim. Bir tema qoldi deyman bilishimcha. Unda olsa qilib qolib. Neminingki shu mavu yaqinda va yaqin Topilda yoki nimada Facebookda degandek bir yozma taqilyotidu. Bir Uyg'urlarniki mush Turkiyadagi tutilib turish markazlaridan ayt qo'llanayotganligi. Degandek. Ben okudum. Şundak bir yazımını okudum. Bunu hem de qandaq tushunimiz? Bu yerde qandaq tushunimizdan begrek bu yazımını kim yazdı? Demiş ki yazdı. Bu yazımın ilgisi kim degan mesele muhimchi. Eğer o bizdeki körülmelerimiz Türkiye'de emas, şunu onu bilmeslik mümkün. Mesela Orta Asya'dakiler başkalar. Türkiye'deki tutuş merkezleriga sulangan Uygurlarnınki bireylerden kaçıp ketkenligi sebebinden qattiq urilganligi ve ig'ir derecede xorlanganligi haqida bir yazma taqaldi şu 2-4 gün oldida. Hatta Facebook'larga chiqdi, WhatsApp gruplarida taqaldi. Bu yazımına karşı intayın içinişlik hem de hakikaten ig'ir dereceden bir xorlash ve cezalanish, yani kanunsuz cezalanish da bu. Sakçınınki behuda adam vuruşu kanunsuz. Muşundaq bir cezalanishga uchrayotganligini bundan qutquzilish uchun bu yerdagi bizdagi Uyg'ur tashkilotlaridan va munosabatli kishilardan yordam so'rab yozilgan bir xat. Endi bu xatniki mazmunidan qarasang shundoq echinishlar. Ammo biz bu to'g'risida jiddiy qarayli, bu ishga buni mediaga xabarlarga chiqarayli deb o'ylashdik. Ammo bu xatni yozgan odamning ismi yo'q. Jismi yo'q. Bu xatni zangarchilikka uchirdi, tayoq yedi deganlarning ismi jismi yo'q.
bir adam yazıptı. O neçe Uygur'u şu günü kaptı. Türkiye'ninki Bin Kılıç demde bir qaytırış merkezinde şunda buptu o yazmağa qaraganda. Şuna bence bu yazma karta yine konkret bir mulayizde yoki fikir yürgüzemeyimiz deb qarayman. Çünkü bu intayin ciddi bir iddia. Eğer bu şu pette bolsa, eğer bu medyaga haberge çıksa, ma'lum derecede cemiyet tevleydiğen bir iş. Bunun için paketli oluş gerek. Ama bazı qarindoshlar bunu oturup koydu, biz bularning ayrıstıklar bilen görüştük, bu rastgende. Ayrıstıklar görüşken bolsan kim? Ayali çıksın oturgan. Bazılar inkas yazıptı zaten Facebook'taki yazmagan, ben şunu ayalidir. Umarım siz sımgı değme bilişimçe. Yani biz tanıydıgan bir adam buluş gerek. Özünün ismi ölen, kimliki ölen, yüzü ölen, oturuğa çıkıp durup men diş gerek. Andayken bu işlerini nimegi çıkarılı buludu, tratkulağa çıkarılı buludu, adukatlarını tutup bu meseleleri çıkarılı buludu. Bunun ahvalatında bununki bir ılıkı Türkiye hükümeti olan Uygurlar ortasında ziddiyet payda kılış için Xitay istihbaratı yoki başka kişilerinki yazıp takatkan bir xat buluş yoki bulması ihtimallarını biz qanday bilaleymiz. Ondan keyin bununki bir ılıkı adetdeki bir sakçılarının so'roqlari yoki qattiq muomalasini mubolag'a qilib yozilgan bir yazma bombasıga qanday kapolatlik qila olamiz. Şuna bunu tekshirish kerak bence. Shuni biz aniqladik, ko'rdik deganlar shu kishilarning ismini, jismini chiqarish kerak. Andan keyin masala hal bo'ldi. Bu xil ahvol jiq ko'rildi bizning ishimizda yillardan buyon. Shunday tutilgan yoki bu bo'lgan kishilar xuddi dunyodagi hammadan ularni taniydigandek bir narsa yozdi. Do'stlik yozgandek yozdi. Dünya sizni bizni tanimaydi qarindoshlarim. Bizni faqat o'zimizdan yaqin yo'qlarni taniydi. Agar biz tashqi dunyoga xitob qiladigan bir narsa yozadigan bo'lsak, bu chaqda men faloni, ismim Pokoni, falon yerda yashayman, mandaq ahvol bo'ldi, faloni chog'da bo'ldi, faloni yerda bo'ldi, faloni kishilar tarafidan bo'ldi. İnip xabarning olti prinsipi bor. Qo'sh. Qachon, nerede, kim degandek. Bularni iniq qilib yozish kerak. Hem dankeşlikka uchrag'uvchi bo'lsak, o'zimizni o'ttiruvchi qo'llashdan qo'rqmasligimiz kerak. İsmini bilishdan qo'rqudi ba'zilarda. İsmim chiqib qolmasin, ammo haqqimni qo'g'dab bersanglar deydi. Qanday qo'g'daymiz? O'zining ismini bilishga petlanmagan odamning huquqini biz qanday qo'g'daymiz? Yani teşkilatlarımız qanday qo'g'daydi undaq odamlarni? To'g'ri. Şuna albatta yazma hakikaten kişinin kalbini ağırtıdı. İnsanın istaçkını kozgaydı. Ama kılalaydıgan işimiz yok çünkü yazmanın ilgisi yok. İnik paketler mesela ortaya koyulmagan. Şuna soğukkalık ile muhammad çıktı oykıldı da böyleydi. Ama Türkiye'ninki qaytırış merkezleriga tutilgan Uygurlarning bağlıqı bir haqiqat. Uygurlarninki ba'zida pat-pat bundaq yerlarga tutilib ketilayotganligi bir haqiqat. Endi bu tutilishninki ba'zisiniki konkret sabablarning borligini bilamiz, ammo ba'zilari xato ma'lumotlar tufaylidan yoki Xitoyniki besim bilan bo'layotganmi, buni bilmaymiz, ammo bu xil ehtimollar bor. Men shaxsan Xitoyniki Türkiye sotuğa sungan talebi buca tutulgan ve sotuğa çakırılgan kişilerini bilemen, tutulgan emas çakırılgan kişilerini bilemen, öz gözümden şahit olgan. Şu an tutulganların hemmisini bir işi bulmuş tutulmaydı dep oylamasligimiz gerek. Her işe karta dikkat bilen muamele kılışımız gerek, lekin pakt asasında buluş gerek. Bulup o devlet bilen muamele kılgan vakitte çok pakt bilen iniq bo'lish kerak. Undaq qanaqa taqilib yurgan xatga asosan, so'zga asosan biz davlatningki organi haqida, soqchilari haqida
fikir bayon qilolmaymiz. Ama şunu perez qila olayman men. İgi chaqisi yo'q. Qonuniy jihatdan yetarli kafolati yo'q. İqomati yoki vatandoshlığı yo'q kishilarniki qayta o'tish markazlarida qo'pol muomalaga uchrashi mumkin. Chunki saqchilanma inson ularniki kayfiyati davomli buzilib turadi. Ular shu odam tutish, odam so'roq qilish, odam bir taraf qilish bilan muomala qilgan bo'lgan. İgi chaqisi yo'q bechora insonlarni, yaqin yurtlik insonlarni urib so'qadigan, yeklaydigan, dushkalaydigan ishlarniki bo'lishini faraz qilish mumkin. Bugungi dunyodagi ko'chmanlarning bizar bo'lish kayfiyatini o'ylashganda. Shunga bu xil ahvollarni yo'q Turkiya saqchilari farishta voy Turkiyada AK Partiya hokimiyatda musulmon qarindoshlarimiz hargiz bunday qilmaydi deyish tamamen hissiyotchanlik. Ammo bunday bir igisi yo'q yozmaga asosan bunday uribdi, o'qibdi, bo'qibdi, jazolabdi, bu qanday hukumat, bu qanday saqchi deyishning o'zimi asossiz. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, uning faktlar bilan, kimligi bilan, ismlari bilan o'tirib qo'ysa, o chog'da shu qarta jiddiy muomala qilsak bo'ladi. Bo'lmay qolib qolsa, ehtimollarga qarshi mo'tadillikni, sovuqqonlikni saqlash kerak deb o'ylayman. Endi bugungi programmamiz mushu yergacha Bu qarindoshlar. yerda bir savollar tushgandek qarasam, xalqaro tuzumlar oqmagan realizm avj olgan ochiq reallik oldida Uyg'urlar qanday qilganda siyosiy qurollar bilan o'zining manfaatini eng chong holda qo'lga keltira oladi? Javob beraman savolga. Atalmış insan hakları kurashlarının hozirgi vaziyatda yana davomlashishining ahamiyati bormi? İnsan hakları. Endi men o'zimdan bilgan javob berib boqay. Endi hozir bizda nima deymiz bu urush degan ikki xil bo'ldi-ku. Birisi nima deymiz seksiz urush. Yana birisi jang. Seksiz urush va Bizda demakchi emasmidir? siq urush, so'goq urush deymiz-ku. Yani biz ham bir nima normal yani qurolliq bir kurashga kirgidek nimamiz yo'q hozir. Balkim sharoitimiz yoki har jihatdan buningga biz hozir emas endi. Rost gap qilmasak bo'lmaydi buning uchun. Xalqimiz qanchalik masalan voy bizni atlam yo'l aytchanglar bo'ldi biz mangamiz degan bo'lishi mumkin yoki qanday unda desin. Haqiqatan nimasiga masalan vatanparvarlikka nimasiga ishongili bo'ladigan bir nim bor endi nurg'un odamlar bor, lekin bu hozir unda sharoit yo'q. Xalq davlat qanchalik nim qiladi buning qarta, davlatlar qanday qaraydi degandek nurg'un masalalar bor endi. Hozir bunda bir ahvol ostida shu seksiz urushni qilishdan boshqa choramiz yo'q. Ham qilmasak ham bo'lmaydi. Qo'limizdan kelgan mushuni qilmayotgan odamlar bor. Mushu eng oddiy bir yozmani Xitoy bo'lgan ko'z qarashlarni ochiq oshkor demayotgan, hozirgacha bir nijotlik yo'l izlab turayotgan nurg'un odamlar bor. Endi buni qilolmagan odam endi umumyuzlik buni qilolmagan vaqtimizda endi yana bir ma'ni qilsak bo'ladi deydiganga endi uni mencha nima yo'q. Mencha cho'qim buni qilishimiz kerak. Izchil qilishimiz kerakki, boshqalarga, ya'ni boshqa davlatlarga o'zimizningki nimalarni, masalan, o'zimizniki Xitoyga bo'lgan qanchalik nafratimiz emas, qanchalik ularga nisbatan o'zimizni qo'g'daydiganligimizni, vatanimizni so'yadiganligimizni degandek nurg'un narsalarni boshqa davlatlarga his qildira olsak, anikayni boshqalar bizga qarta, malaniki bir nimasi bor ekan deb, andin bizga balkim qurolliq yordamga balkim nim qila olishi mumkin.
belki yardım kıla alışı mümkün. Xuddi o Zelenskiyninki sana ayırıp nemi yenip gelgen dese bizge manga unda bıçak belt emas, manga ok lazım diyelgen okşaş bizninki qat'i iradimizni Xitayga bolgan qarşı turadigan iradani haqiqatan bildirelge vaqtimizda anin keyinden bu yardımla nurgun nimeler boldu dep qarayman. Men anda aytqanmışdik. Duyurma. Peki. Sizdeki Evet. anlayın. Ben açıma bu sualda konkret cevap yok. Bende mi yok? Çünkü bu sualın üzeri çoğun bir sual. Bunun cevabı inik boğan bozdu. Bizden bugünkü halimiz bu halde bulmaydı. Sualda degende halkara tüzümde ahmedi. Mesela halkara kanun İsrail'inki Gazze'deki katliamını to'siyolmadi. Xitoyninki Sharq Turkiston'daki qirg'inchilikni to'siyolmadi. Myanmar'ninki yoki Birmaninki Rohingya'daki qirg'inchilikni to'siyolmadi. Yani cezalanmadı bu işle kılgıçılar. Bundak ahvalda dünyada halkara kanun yeterlik işlemeyen ahvalda kişilik hukuk faaliyetlerindeki kançılık ehemmiyeti var diyen sualını koyuş doğru. Hong Kong'daki namayişlerini oylap bakayla Hong Kong'da 2017'den 19'gacha yıllap namayış oldu. Hong Kong'un ahalisi 7 milyon, en köp bolganda 3 milyon halk ko'chaga chiqdi. Ammo Xitoyninki Hong Kongga bo'lgan siyosatini o'zgartira oldimi? O'zgartirmadi. 3 milyon xalqning ko'chaga chiqib namoyish qilishi qaramay, yana Xitoy o'ziniki Hong Kong bexatarlik qonunini tasdiqlab Hong Kongda ijro qilishga boshladi. Hong Kong'daki şu ökçülerinin bir kısmı geçip Amerika'dan, Avrupa'dan pınarlık diledi. Bir kısmı hazır türmeye taşlandı. Yine Hong Kong'un demokratiyası tamamen Xitay tarafından vayron qilindi. Aslında 50 yılgacha o'zgarmaslik va'dasi bordi. Ammo amalga oshmadi. Men nima uchun masalan Hong Kongga bog'layman bu yerdan? Chunki bizda mesela yeterlik namayişga chiqmadi degan gapni qilding sen, cho'ng bayon. Yeterlik qarshi turish ta'timi. Yeterlik qarshilik faaliyetlerini qilmayotimiz deymiz. To'g'ri, bizda chet ellardagi umumiy xalqning %5% hozir davo yoki Xitoy qarshi faaliyatga chiqmayotidi. 95% zaten o'zining turmushi bilan. Bundaq ahvolda shu 5% bilan bu kenkilerlik bir amnevi karşılık hareketimi şekillendirgili bulmaydı. Ama bütün Uygurlar ko'chaga chiqib namoyish qilgan chog'da vaziyat o'zgaradi degan bir ehtimollikni oldimizga qo'yib turib o'ylash uchun men Hong Kongni misol beryapman hozircha. Xo'sh. Hong Kong'dagidek bo'lishi mumkin emasda, chet elda 1 milyon Uyg'ur bo'lsa, chizmaning chiqishini men mo'ljallayolmayman. Tasavvur qilolmayman. Ama Hong Kong'da 7 milyon xalqdan 3 milyon xalq chiqdi, en ko'p bo'lganda. Ammo bir narsa o'zgarmadi. Hong Kong Angliya tarafidan o'tkazib berilgan kelishim ramkasida qo'llanilgan rayon edi. Ammo Angliya mi qo'llanmadi? Amerika mi qo'llanmadi? Aralashmadi. Demak, Xitoy bilganini qilmadi. Shunga agar bu xil yumshoq qarshilik qilish harakatlaridan cho'ng natija kutsak, bu çağda ümitsiz kalımız yukarıdaki sualdaki okşaş. Bu neslerden bir nesli çıkmaydı o çağda. Mesela Xitay'ın üretiş, hakimiyetin özgürlüğü diyen okşaş. Bu nesle çıkmaydı. Ama bununluk bilen bu işlerin hemisi akmaz iş mi, behude iş mi? Ya dünyada bunu yalnız bizler mi kılıvatmayız? Tibetler mi kılıvatıdı? Moğollar mı kılıvatıdı? Xitay demokratları mı kılıvatıdı? Yani Xitay'a karşı hareketinde. Dünyanın başka yerinde Filistin'deki, Gazze'deki katliamda tuzlaş için dünyanın ki her bir yerde namayişler buluvatıdı toxtamayı. Ama tosaldı mı tosanmadı. Tosanmaganlık için kırılması gerek mi? Yok, kırılmış gerek. Çünkü siyasi besin şekillendirdi, atmosfera yaratıldı.
Bu devamlılıkla kildiğin faydaları. Ama mühimi insanlar özünün insanlıkını gösterdi. Yani özünün tarifini gösterdi. Eğer bu xil işler bulunmasa, o çağda insanlar hemisi özünün turmuş gerekçilik bilen yaşap gelsin buldu. O çağda insanlık ölüdü. Şuna bizdeki Xitay'a karşı namayişlerimiz, kişilik hukuk faaliyetleri bunlar hemisi şu xil tipik işler. Bununluk bilen bir hakimiyet örülüp gitmeydi. Bununluk bilen bir devlet çoğu devlet bexatarlık siyasetlerini aldırıp özgertip gitmeydi. Gene tamamlaştırdı. O da İsrail'e bütün dünyanın karşı karmaya davamlaştırgandek, Xitay'ı davamlaştırgandek. Hatta demokratik olan Hindistan'da 2019 yılı Keşmir'in autonomisini bekar kılıp etti. Dünyadan küçük bir sada çıkmadı. Keşmirlikler ama koçuna çıkıp birkaç gün namayış kılıp toktap kaldı. Demek harbiy kuch aldida, siyosiy kuch aldida bu xil yumshoq qarshilik harakatlarininki natijasi unda tiz ko'rinmaydi. Ammo ojizlarning boshqa chorasi yo'q. Yuqorida sen deb o'tgandek. Sen güçlük armiyasi bor, güçlük iqtisodi bor bir davlatga qattiq kuch bilan qanday taqobil tursa. Terrorlik hujumlari hech qachon davlatlarni o'rganmaydi. Parçalat partlatish, hujum qilish voqealari cho'ng davlatlarni bir narsa qilolmaydi. Aksincha texmo mustabidlashtirib o'tadi, texmo vahshiylashtirib o'tadi. Qarshilik qiluvchilarni texmo ajizlashtirib o'tadi. Dunyoning qo'lishini ayirib qo'ydi. Biz bu o'nini qilolmaymiz hozir. Ham qilolmay keldik. Yumshoq qarshilik qilish, kişilik hukuk davası qilish, dava demeyin de kişilik hukuk faaliyeti bilen şug'ullanish, namoyish qilish, siyosiy lobbichilik qilish ve shu orqali o'zlariniki haqliqni isbotlash, ko'rsatish va ittifoqlash tepish. Bundan boshqa tanlash yo'q. Tanlash bo'lmagandan keyin buni qilgan gap hamda natija Allohga emanet. Başka sual var mı kendi? Elbette bu soğanı soğuşun kaybı olmadı. Ama yok. Uygur için toplanan parayı yöneten finansçı var mıdır? Ve şeffaf finans yapabilir mi? Uygur için toplanan parayı yöneten finansçı var mıdır? Bu soğan yine düşemedim. Uygurlar için toplanan pulunu başkurucu var mı? Ben düşündüm sualını. Ve uçuk başkuran döwletdi. Uygur teşkilatları toplangan meblağını demekçi mi akçana? Ben tüm şunda qalıqqa demek çoğun bekara qalıq qaqşıgandek bir sualdek es qıldım bunu. Ya pulun ne ketkini bilip bu degendek muşunun qalaqdar ya biraz nime teşkilat barmı? Qaqşıgandek es qılmadım, lekin tüz sualdek es qıldım. Eğer şunda so'ralgan bo'lsa, navbatdagi bizniki xalqarada Uygur teşkilatlarının hemisi o'z oldiga pul yig'adi. Hamma teşkilat pul birdigan yani topsa, boshqalarni hargiz shirik qilmaydi. Hammasi o'zi uchun ilishga tirishadi. Bu teşkilatlarninki mutlaq ko'pchiligi bu yig'ilgan pullarninki hisobini bermaydi. Bermaydiğinin halkımızga bermaydi, ko'pchilikka bermaydi. Masalan, bu yılda manchilik mablag' aldık, oshkor iyonida manchilik keldi, yushurun iyonida manchilik keldi. Yoki palani davlatning mundaq projekt aldık, buni mundaq ishlatdik deb hisob beradigan tashkilotni men bir qanchani bilaman. Onun məmdəliqə təttiş mexanizmi barmı şəkildə çıxırıb qoyan bu yoki o bir nima təftişlikdən o'tganmi, onu bilmayman. Amma nimadan bo'lmasin, o'zi bo'lsinmi andicho. O'zi bo'lsinmi, o'zligidan bo'lsinmi, hisob beradigan tashkilotdan bir qanchani bilaman.
Mesela bilişimci Uygur Yar Fondu avan pulunki, ketken pulunki hesabını her yılı çıkardı. Bunundan başka sen bilimse. Ben Ben görmedim ben. Dünya bilmiyorum. Rekordi'nin hazır içmesinden ağan bir kelgen meblağ da bir hesap belgeni görmedim. Şark Türkistan Teşkilatlar Birliği'ninkini görmedim. Ya ki başka teşkilatlarını görmedim. Şu an bu yerde hem teşkilatın gözündeki buğaltı kaçırları var. Bular teşkilat işçide kançilik uçuk aşkarı bu pullarını başvurdu. Bunu bilmeyme ama teşkilat sırtında bunu sürtümüz bilen biz bununki uçuk aşkarı emeslikini bilimiz. Soruna cevap şu. Başka sual yok ha? Tügetti. 2 saatlik toktaylı. Bugün dersler en kısa kılmak istedim. En kısa kılımız dep cevap atsak lan bu zora Şu, bağlılık kısa yazmak istedim ama demedim. Bilimim yoktu ama çıkarak bırakıp şu bizlere İşlerlik bilme geçken şunu çık yapıp gitkin gibi kılamayı gibi. belki. Belki değil. Belki şunda da hem de değmen de hem de. İtiraf kılmayı sen de bilmeydi onu. Bilmeye ya bir katlık bilimsiz. Hem de nimdeyimiz hem de Hoş değil mi? hoş deyimiz hem de Allah kamanet. Özanla sırap durunla. Köreşkiçe. Patikindi köreşkilini sıkısın. Hudayım görürse. Buldu. Ülkedekilere Belki başta dediğimde kılamayınız. Şu an Tilerette davamlaştırmayı kalsak oradan kinkette birleştirip mezmunlarını sunuşta işimiz uzunlarına artıranla kinki hükümetleri şeyle Allah kamanet.